u kasallik yosh buzoqlarga juda tez yuqadi va Nobud bo'lib. belgi bermasdan buzoq bo'kirib o'lib qoladi. Atala yegan mol bilan faqat quruq yem yegan molni go'shtida farqi bo'ladimi dedim? Qani fermasida qozon ko'rganmisiz biliq-biliq atala qaynatganini? Yo'q, hech qaysida. Hammasi quruq ozuqa beradi. 3 ta eng asosiy bosqich bor. O'shani to'g'ri bajarsa, foyda albatta oladi. Ko'pchilikning chorvasiga o'limiga sabab bo'lgan bitta narsa bor, aytaymi? ChatGPT bo'ldi. Birovni uyiga hayvonni davolashga kirdingmi, birinchi qiladigan narsang u molni o'zingkiday ko'r. Ming ichida millionta sekreti bo'lmaydimi, qabrga olib ketmaydi-da hech kim hech qachon. Bir kishi telefon qildi, nimaga kelasanlar Xorazmga dedi. Avval so'ygan bo'lsam, hozir davolayman. Mani sekretim bu, hech kimga aytmayman deb odamlarni molni o'ldirishda davom etayotganlar ham bor. Biz qanday ketvordik yo'qi? Bizni qanaqa vaziyat kutyapti? Nima bo'lyapti? Biz kim oldiga boryapmiz? O'ylab o'tirmasdan ketganmiz. Deyarli o'sha cho'miltirgan akalarimizni chorvasida 90% lotereya bo'ldi desak ham bo'ladi. Agar dedi nasib qilgan bo'lsa dedi onasini olib qolaman dedi. Bo'lmasa dedi foydasi yo'q, bola o'ldi bilaman dedi. Kamdan kam holatlarda bir lotereyaga chiqib qoldik, o'shanaqa qaysidir mol o'ylanib ketmasa 99% so'yiladi. Chunki tushgan temperaturani ko'tarib olish juda qiyin. Shunday bordik. Kirib borishimizga bitta molda jon berdimi? Hozir boshlanmasidan aytay, lekin o'sha operatsiyaga tepamizda Xudo turibdi, 1 so'm pul olinmadi. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz. Xudo xolasa sizlarga bugun foydali video qilish maqsadida Abduvohab akam bilan ko'rishdik va sizlarga chiroyli, foydali har chorva sohasida sizlarni qiynagan masalalar haqida bugun gaplashamiz. Akalar, mehnatimizni chiroyli qadrlab, videoga like bosib, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa bizning endi birinchi ko'rsatuvimiz desa ham bo'ladi. Bizning birinchi ko'rsatuvimizda Abduvohab akam, Abduvohab vet. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz, obunachilar. Hozir Jamshid akam bilan ochiq-oydin suhbat, ya'ni chorvachilikda bo'ladigan kamchiliklar, muammolar va ularga qanaqa yondashiladi va qanaqa yondashilib kelyapti. Bular haqida qo'ldan kelguncha tushunarliroq qilib sizlarga bir chiroyli suhbat tayyorlash maqsadida Jamshid akam bilan ko'rishdik. Xudo xolasa Jamshid akam o'zi mana shu xalqning ichida, mana shu chorvadorlar tomonidan o'ziga ko'p beriladigan savollar, mana ish jarayonida ko'rib yurgan kamchiliklar haqida to'lig'icha savol beradi. Men o'sha savoliga qo'ldan kelguncha to'g'ri yondashib, to'g'ri javob berishga xudo xolasa harakat qilib, ikkalamiz chiroyli suhbatni tashkillashtiramiz. Xudo xolasa internetga chiqqanimizga mana Abduvohab aka salkam 1 yil bo'ldi. Abduvohab akamni roppa-rosa 1 yil bo'ldi. Mana 1 yildan keyin juda ham ko'p proyektlar qildik, veterinar hayoti yoki o'zingiz odamlarga YouTube'ga chiqib chorva sohasida juda ham ko'p maslahatlarni berdingiz. O'zi Abduvohab vet kim? Qayerdan, nima ish qiladi? O'shani bitta to'liq tushuntirib bersangiz bizga. Xo'p, men sizga qarab gapirmay kameraga. Farqi yo'q, menga xohlasangiz kameraga. Xo'p, men endi siz taniysiz. Hozir auditoriyaga, shu obunachilarga o'zim to'liq tushuntirib o'taman. Ismim Abduvohab, o'sha veterinar vrachman. Toshkent davlat agrar universitetida 2017-yildan 2021-yilgacha bo'lgan vaqtda o'qigan, 2021-yil bitirganman. Yashash manzilim Toshkent viloyati Bo'ka tumani, shu Bo'kani o'zida yashayman. Hozirgi kunda shu o'zimizning soha bo'yicha veterinar vrachlik bo'yicha o'zimizning xizmatimiz xalq ichida shakllantirib kelyapmiz. Faqat vizitda yurasiz, xalq ichida ferma yo boshqa daligida ishlamaysiz? Endi o'qishni bitirgandan keyin har xil joylarda ishlab ko'rdik. Endi o'sish degan narsa bor, boshqa shunaqa, masalan, davlat idorasida ham ishladim yoki chorvachilik, xususiy chorvachilik kompleksida ham ishladim. Hamma joydan kerakli narsani o'zimizga keraklicha o'rganib, baribir majbur bo'ldim. Ko'chada klient ko'p. Men bir joyda ishlasam, ko'chada klientni o'sha meni chaqiradigan chorvadorni ko'pini ishi bitmay qolibdir. Orada ozgina xafagarchiliklar bo'ldi. Shularni umumiy hisobga olgan holatda men hozirgi kunda o'sha xususiy sektorda, ya'ni chorvadorlar bilan hayvonni davolab, nima deydi? Asosiy xalq bilan ishlayapsiz. Asosiy hozir nima qilishim xalq bilan, hech qanaqa bir ish joyida hozir band qilinmaganman. Faqat xalq bilan. Tushunarli. Hozirgi kunda biz o'zi veterinar hayoti bo'yicha, bizning proyektimiz bo'yicha va YouTube'da eng tepa ko'p ko'rilgan bo'yicha menimcha 4-5-o'rinda turibdi. Veterinar hayoti. Undan tashqari
o'zim mollarimni kasal mol olib boqaman degan videoyingiz ham aka hazilakam ketmadi. Chunki u videoyimizda shunday pardani olganimizda, ochganimizda hammasini to'lig'icha hammasini tushuntirib berganmiz. Hech qanaqasiga yolg'on aralashtirmagan yoki qandaydir reklama, boshqa narsa bo'lmagan. Yo'q, bu to'g'ri gapingiz. Endi kasal mol olib boqaman desa, sal endi bo'rttirma gap bo'lishi mumkin. Endi mol olishga chiqqan odam iloji boricha sog'lomini tanlashga harakat qiladi, lekin sal sharoit bilasiz molda. O'sha profilaktik ishlari qilinmagan, yaxshi ozuqa yemagan, lekin kelajagi bor, suyagi buzuq. Unga ozgina ishlov berib, uni parvarish qilib to'g'ri yo'naltirsangiz, u sizga yaxshi foyda olib keladi. O'shalarda hisobga olgan mol holatda endi jaydar qilib turib, kasal mol olib boqaman degan gapim endi bizni kuzatuvchilar orasida juda bir mashhur bo'lib ketdi. Mana shu bizni gapimizga asoslanib o'zim uyliga borib xizmatini qilib berdim. Misol o'sha Piskent tumanidan yoki o'zimizni Bo'kadan, mana shu qo'shni tumanlardan o'sha bizni kuzatadigan yoshi katta chorvador akalarimiz o'sha xuddi shunaqa formadagi molni olib keldida, uka mana dedi, sen aytgandaqa mol oldim, endi dedi buni o'sha ishini qilib ber deb o'zimni ro'para qilgan joyim bo'ldi. Bu xudo xohlasa o'zini natijasini, o'zini mevasini ko'rsatdi. To'g'ri. Hozir birinchi o'rinda endi o'zi asosiy vohadan akalarimiz bizni Xorazmga borganimizdan keyin tanishdi, boshlashdi. Ya'ni o'sha yerga borib, birinchi bu yerdan ketdik, hech narsaga qaramasdan. O'shanda to'g'risini aytay, sizlarga hali aytmagandik. Abduvohid akam bir hafta oldin o'shanda operatsiya bo'lib qaytishganda azartda ketib qoldik. Bitta ikkita akalarimiz sababchi bo'lib turib, Xorazmga ketish ham boshqacha bo'ldi, aka. O'zi Xorazmga ketish plani umuman yo'q edi. Umuman rejamizda yo'q edi. O'sha operatsiya bo'lgan joyimga, o'sha xirurgический chokini oldirgani ketayotganimizda yo'lda sizga bitta telefon bo'ldi. Meni Instagram, endi men nomerim qo'yilmagan, Instagram lichkamga bitta aka yozdi. Chunki 2 kun oldin yozganda uyda yotgan joyimda mollarim shu dermatit kasal bo'ldi. Bizda davolab bilmayapti, shunaqa siz aytgan narsalarni to'liqcha tushunmayapman, yozib bering deganda men to'liq lecheniyasini yozib berganman. Va o'sha dorilarni topib kelgandan keyin veterinar chaqirib turib, og'ayni yo aka mana shuni qilib bering deganda, bular bo'lmaydi, bular piarchi, bularni aytayotgan dorisi 1 tiyinga qimmat, seni aldagan deb turib, u ukollarni qimmat biz aytgan o'sha men yozib bergan lecheniyani qilmagan. Ana o'shani sizga telefon bo'lgan payt men Instagram tiklab ketayotganimda, sizga ham molim o'ldi deb telefon qildi. Menga bu odam bunaqa, sizlarda mana shunaqa piarchi deyapti, boshqa deyapti degan ikkalasi shu bitta joyda jamlandida, biz o'sha o'zimizni qilayotgan ishimiz haqiqatmi yo yolg'onmi? Nega shu paytgacha bizda bo'lgan, naryoqda masalan boshqa viloyatda bo'lmaydi. Ana o'shani isbotlab berish maqsadida ham o'sha nima deydi, avariyniy holatda bo'lsa ham ketganmiz. Bir kun ichida o'sha borib qaytgandan keyin meni molxonamda sigirim o'sha bo'g'oz edi, o'shani oldida video olib turib, nima deydi, maqsadni Xorazmga yo'naltirib, ertasi kun Xorazmga yetib borganmiz. Endi Xorazmda ham to'g'risi juda ham ko'pchilikka kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi borganimiz. Chunki endi Xorazm xalqidan biz juda ham minnatdor bo'laman. Chunki ko'rsam har doim efirlarimda ham Xorazmdanman desa, og'a, nechiksiz deb qo'yaman-da. Chunki xalqi men bu darajada o'ylamagandim. Juda to'g'ri gapingiz. Ikkalamiz to'g'risi hozir ham mana gaplashib qolsak, qaysi kalla bilan, qaysi duh bilan deydi joy darajasiga biz qanday ketvordik u yoqqa, bizni qanaqa vaziyat kutyapti, nima bo'lyapti, biz kim oldiga boryapmiz o'ylab o'tirmasdan ketganmiz. Hammasi Allohdan. Biz u yoqqa borganda umuman biz o'ylamagan muhitda aholini o'sha mehmon do'stligi, chorvaga bo'lgan qiziqishi, bizga bo'lgan hurmati men to'g'risi ko'rib, nima deydi, xursand bo'ldim ham, oxirida charchab ham qoldim. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, gapirayotgan gapim esimdan chiqib qoldi. Chunki shu darajada ko'p vizitga bordik, muammoni ko'rasiz. Xullas nima deydi, men Xorazmga borganimdan shu darajada xursand bo'laman haligacha, chunki tanimagan insonlarimiz orasida yaqin insonlar o'sha yaqinlashib do'st orttirdik desak ham bo'ladi. Chunki o'sha kun sizga aytdim, Yangi yildan 2 kun oldin 30-dekabrmi, 29-dekabr kuni fermasiga birinchi borgan Quvondiq aka bor edi-ku, mollarga qaraydik. Shu aka telefon qilib turib, bayram bilan tabriklab, sizga ham salom aytganda,
man nomer Telegram bor edi, telefon qilib turib, video yozibdan gaplashib turib, rahmat shunaqa agar bizni zararimiz tekkanda u inson hech qachon bunaqa telefon qilmas edi, bayramni tabriklamas. Foydamiz tegibdiki, shu aka yo'qlab bayramni tabriklab salomlarini aytdi. Bu degani Xudo xohlasa bizni qilingan mehnatimiz o'z samarasini ko'rsatdi va hozirgacha juda ko'pchilik foydalanib kelyapti. Lekin ba'zi bir joylarda haligacha bular piarchi, bular faqat dorini reklama qilish uchun, bular reklamadan pul topadi, boshqa deb haligacha biz qilayotgan ishlarni tan olmasdan o'zlarini o'sha mani sekretim bu, hech kimga aytmayman deb odamlarning molini o'ldirishda davom etayotganlar ham bor. Shunaqa, chunki o'zimiz Xorazmda ko'rib keldik aka. Sizlarga bo'lgan narsani aytaman, shu akamiz ko'rishayotgan bo'lsa ham, shunda bitta joyga kirdik, bordik, hazrasib dedi. Bordik, ko'mib qo'yishgan molni, esingizda? bu do'ngalak nima deganingiz, bitta molim ko'mib qo'ydim dedi. Bu do'ngalak nima desam, men molim ko'mib qo'ydim o'ldi. Shu darajada bo'lib ketganda. Keyin endi vahima qilish boshqa darajasida emas, lekin o'zimiz ham hammasini ko'rib keldik. Juda ham qiynalishda oson bo'lmadi hech kimga, chunki biz hozir endi Jamshid aka siz bilan hazilomuz ko'tarinki kayfiyatda gaplashyapmiz, kulishib boshlab turib, lekin bizni bu suhbatimizdan ham kamchilik qidiradiganlar bo'ladi. Sen bizni ustimizdagi bizni va o'sha paytdagi vaziyatimizdan kuldingmi, boshqa qilyapsanmi, kulib chiqdingmi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Biz hech qachon hech qaysi chorvadorni yo boshqani boshiga ish tushib turganda yoki o'sha vaziyatni eslab qolib kulmaymiz. Endi o'sha paytdagi endi vaziyatda qiziqarli tomonlarini, biz o'zimizga qiziq ko'ringan tomonlarini endi suhbat asosida gaplashyapmiz. Mana shuni ham baribir bir og'iz aytib o'tish ketish kerak. Yo'q, kulishmas bu yerda. Bu yerda faqat ajablanish. Shu darajada bo'lganki, shunaqa holatda endi o'zim auditoriyaga yetmaganman, endi aytayapman. Shu darajada bo'ldi. Mayli, Xorazm yoqdi. Xorazm yaxshi, yomon emas. Xorazmda endi bitta-ikkita veterinarlarni hisobga olmaganda negativ ham bo'ldi yaxshigina. Negativ ham orttirib keldik. Ko'pchilikka yoqmay ham qoldik Xorazmga. Endi asosan negativ, men o'sha videomizda ham aytganman, veterinarlar tomonidan bo'ldi. Chunki o'zingiz bilan bir vizitga ketayotganimizda endi tumanda aytdimiz, endi hozir boshqa men shaxsim ochiqlading boshqa deb turib ertaga yugur qilib yurmasin, boshini ortib. Bir kishi telefon qildi, nimaga kelasanlar Xorazmga dedi. Bu o'zi birinchi sizga savol berib turib, telefon qilib turib, vizit nomer sizda edi, sizga savol berganda siz veterinar emassiz, u savol bergan odamning savoliga tushunmaysiz-da. Siz faqat men blogerman desa keyin menga bering demdi, olib turib, men Abduvahobman, veterinarman, nima savolingiz bo'lsa menga bering. Nima xizmat desam, menga birinchi aytgan gapi shu bo'ldiki, nimaga kelding Xorazmga dedi. Ya dedim, Xorazmda dedim, kadastri sizdami? Dokument sizni qo'lingizdami? Agar sizniki shaxsiy bo'lsa ayting, men hozir ketaman. Desam, yo'q, meniki emas dedi. Senlar dedi, kelganing dedi, senlar kelib dedi, bizni xalqqa yomon ko'rsatib qo'yding dedi. Biz nima qildik desam, o'shalar dedi, shunaqa tuzalmaydigan kasalni tuzatsa bo'ladi deb PR qilyapsanlar. Senlar dedi, o'yin qilyapsanlar. Xalq dedi, hozir o'shanga ishonib dedi, hozir bizdan mana shu bolalar tuzatyapti-ku, sen nima qila olmaysan deb dedi, bizni siquvga olyapti dedi. Tuzatyapmiz-ku dedim, biz yana nima deyishimiz kerak desam, bo'lmagan gap kitobda unaqa yozilgan, bunaqa yozilgan deb nazariy tomon bilan tushuntiryapti-da. Lekin mana veterinar akalarimiz, masalan, shu sohaning ichida ishlab yurgan veterinar akalarimiz tushunadi, nazariya bilan amaliyot bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'sha to'g'ri kelmasligini bitta-ikkita sabablarini o'zingiz oldingizda, o'sha kishiga, o'sha insonga men tushuntirib berganimda, oxirgi aytgan gap endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, boshida dag'dag'a bilan deb turib janjal qilaman degan maqsadda telefon qildi. Oxirida aytgan gapi, ukajon siz bilan gaplashib, bitta-ikkita yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men sizlar haqida noto'g'ri o'ylagan ekanman. Men shu tumanda shu veterinariya bo'limini bosh glavrachiman. Kelsalaringiz bitta yaxshi dasturxon mendan. Men sizlar bunaqa boshqa noto'g'ri tushungan ekanman deb nima qildim. Sizlar maqsadlaringiz o'zi boshqa ekan deb chiroyli suhbatni yakunlagan, to'g'rimi? Bundan tashqari o'zingiz bilan bordik. Buni ham aytib o'tish kerak. Birovning uyida moli mazasi yo'q yotibdi-da. Bordik, biz o'zi boshqa mahallada yurganimiz eshitib qolib, borib qo'shnisining mashinasida olib keldi. Olib keldida, keyin o'sha joyda bunday qarayapmiz, ukol dori qilingan, xullas hamma ishlari qilinganda, lekin o'zgarish yo'q.
Bunga nima qilindi desak, bilmaymiz dedi, veterinar aytmadi dedi. Telefon qilib turib, bir og'iz so'rang, agar qilingan narsalar biznikiga o'xshash, bizniki yaqin bo'lsa, qilinib bo'lmasa, shunga qarab biz lecheniya qilamiz yoki qilmaymiz deb aytganimizda, veterinariga telefon qildi, ko'tarmadi. O'sha molni egasinikini. Keyin yonida qo'shnisini nomeridan qilganda ko'tardi. Bu yerda aytib o'tib ketaman, sababi moliga 5 kun qaragan, hech qanaqa rezultat yo'q. Uje 5-kun ketgandan keyin mol o'rnidan o'nglanmayaptimi, turmayaptimi, telefon qilganda bo'ldi. Ko'pchilik telefonni o'chirib tashladi shuning orqasidan. Telefonlarimiz ko'tarmayapti, to'g'rimi? O'sha yerda qo'shnisining nomerini ko'targandan keyin menga berdi, aka, men shunaqa Abduvahobman veterinar, shunaqa Xorazmga proyekt bo'yicha kelganmiz. Shu molga qaragan ekansiz. Nima preparatlar qo'lladingiz? Menga ayting desam, men aytmayman, bu men sekretim deyapti-da. U bizga birovning sekreti boshqasi keragi yo'q, aka. Masalan, mayli hamma har xil o'ylaydi. Ming ichida millionta sekreti bo'lmaydi, qabrga olib ketmaydi-da hech kim hech qachon. Men u odamni menga aytish kerak bo'lgan gaplariga men muhtoj emasman. Menga lecheni o'rgatish kerak emas. Men faqat vaziyatni bilmoqchi edim. Chunki u yerda vaziyat og'ir. Vaziyat juda yomon edi. Endi biz ana qilib turib, voy boshqa shov-shuv qilmadik. Yo'q, oddiy, to'g'ri, vaziyat yomonligini bilamiz. Lekin to'g'ri maqsadda o'sha yerda ham o'zida asl negizini olib qarasa, vahima qilmanglar. Xudo xolasa yo'li bor. Mana deb rezultat ko'rsatib, o'sha o'zimizni to'g'ri davolash sxemani iloji boricha o'sha territoriyalarda tarqatish maqsadida chiroyli ma'lumotlar qilishga qo'ldan kelgancha harakat qildik. Oxirgi payt internetga kirgan vaqtimiz bo'lmadi aka. Umuman telefonga qarashga vaqt bo'lmayapti. Telefonni paletga solib qo'yib ishladik ikkalamiz. Sizda faqat vizit nomer bo'layotgan o'sha territoriyaga qarab, telefonga qarab turib o'zingiz gaplashdingiz. O'sha xo'jalikdan chiqib turib, bitta uje kech bo'lib qoldi, aka bo'ldi, vizit olmang, charchadim. Uje kallam ishlamayapti deganimda, aka bitta vizit qoldi deb olib bordingiz. Tanishimizniki edi deb. O'zimiz tanishimiz ekan, bizga shu Cheres Toshkent orqali bizga tanish ekan. Hurmatiga bormasak bo'lmaydi. Shunday bordik. Kirib borishimizga bitta molda jon berdimi? So'yildi bitta mol. So'yildi. Uni so'yib bergan odam kim? O'sha meni sekretim, men hech kimga aytmayman, boshqa deb turib, deb o'ziga sig'magan odamni o'sha qaragan veterinarni o'zi bo'g'izlab berdimi? Bu mayli kulish emas, boshqa emas. Lekin men u insonni nega eslaganim sababini aytaman. O'sha joyda molni bo'g'izlab qo'ydi, lekin yonida bittasi turibdi, uni ham ahvoli yaxshi emas edi. Biz o'zimizni davolash sxema bo'yicha preparat somkani, vizit somkani ochib turib, preparatlar tortayotganimizda, endi dastim tortyapsizmi dedi. Endi bizni ko'p ishlatadigan biz emas, meni o'zimni 1,5 yildan beri vizit somkamdan uzluksiz uzilmaydigan preparatlardan bittasi dastim. Dastim haqida boshqa gaplashamiz hozir. U haqida boshqa gaplashamiz, u haqida hali tushuntirib beraman. O'sha edi qo'limda, bunday qaratdi, u ishlamaydi dedi. Keyin shunday dorini tortishdan to'xtatdim, bo'lmasa molda egasi turibdi, o'zi turibdi, siz turibsiz orqa kadrni, orqa fondan naryoq turibsizda. Og'ayni dedim, ishlamaydi, foydasi yo'q deyishdan oldin nimaga ishlatganing, nimada foyda bermagan haqida dedim, ozgina odamda sabab yoki dedim isbot bo'lishi kerak. Nimaga ishlatding, nimada ishlamading desam, yo'q, ishlatib ko'rmadim dedi. Hali ishlatib ko'rmagan narsasi haqida ishlamadi dedi. Xo'p, bitta savolimga javob berilmadi. Ikkinchisi, borib turib yana molga ukolni qildimda, o'sha dastimni bo'yin muskuliga qildimda, dastimni ishlash mexanizmi nima desam, bilmayman dedi. Bilmaydigan narsangga nima qilasan, ishlamaydi degan fikr bildirib, yo'q desam, indamay turibdi. Keyin yana boshqa preparat tortaytsam, kimdir og'aynisimi, kimdir telefon qilib qoldi. Olib turib, o'sha yonimizda turgan joyda, falon joyda vizit aydim, dastimchilar kelibdi dedi. Keyin dedi, vodiychilar kelibdi, dastimchilar kelibdi dedi. Shunday narsalarni qo'limga qo'ydi. Og'ayni dedim, ismimni agar aytging kelmayotgan bo'lsa dedim, yo bilmayotganga olib ketgan bo'lsang, ismi Abduvahob dedim. Meni taniysan, bilaman dedim. Bu menga dedim dastimchi, vodiychi degan nom qo'yma. O'zimning ismim bor, men Abduvahob degan ismim bor. Dedim, keyin yoqda siz ham ozgina jahlingiz chiqdi-da, to'g'ri gaplashaverik deb turib, siz ham yoqdan ozgina gap tashlaganingizdan keyin shunday shogirdini oldida o'sha xonadondan chiqib ketdi. Bo'ldi, u bolaga, u veterinarga mayli men o'qigandir, balki boshqa qilgandir, hamkasb sifatida veterinar deyman, lekin u yerda qilgan muomalasi yoki qilayotgan ishidagi boshqa xullas hurmatsizlik o'zini tutishi bo'yicha bu insonni veterinar demayman. Shunaqa Xorazmda sizlar bilmagan ko'p narsa bo'ldi. Bugun xudo xolasa o'sha narsa ochildi desa ham bo'ladi. Chunki o'sha yerda yaxshigina asab buzarlik bilan chiqib ketdik. O'sha odam charchagan, soat 8 bo'lyapti. Kuni bilan molga qaraganmiz, kuni bilan masalan 20 ta 30 ta odam bilan gaplashganmiz. Charchagan holatda shunaqa holat bo'ldi.
Mayli, dastimchilar boshqa degani haligi aka. Unisi mayli, o'tdi, u ketdi, mayli. Qoldi u narsa. Endi Xorazmdan keldik. Hozir qanaqa kasallik uchrayapti sizda? Nima muammo aka? Xalqimizni nima qiynayapti? Xo'p, hozirgi kunda ancha bosilib qoldi desa ham bo'ladi. Bu o'sha og'iz yara kasalligi. Endi har xil viloyatlarda har xil shevada har xil aytiladi bu. Qaysi birdadir shaloq deydi, qaysi birdadir yana nimadir, karp deydimi yana bir xillarda shunaqa kommentariyaga yozadi-da, bu karp kasalligi, doktor nomini bilmaysa ekan boshqa deb. Yo'q, nomini bilamiz. Endi nomini bilishimizni hammaga bildirishimiz shart emas. O'sha og'iz yara kasalligi orada bir dermatitdan keyingi etapda turadigan o'sha og'iz yara kasalligida juda ko'pchilik qiynaldi aka. Juda ko'pchilik qiynaldi. Buni sababi to'g'ri kasallik og'ir formada o'tadi. Og'ir kasallik hayvonni og'riq bilan, temperatura bilan qiynaydi. Lekin avvalasi shifo Allohdan, lekin sababini to'g'ri qilsa, har bitta kasallikka to'g'ri yondashsa, yaxshi natija olish mumkin-da. Bu paytda hozir yana ko'pchilik o'sha dermatit paytida ham, og'iz yara kasallik paytida ham ko'pchilikni chorvasiga o'limiga sabab bo'lgan bitta narsa bor, aytaymi? Nima? ChatGPT bo'ldi. Mana o'sha ChatGPTda yaqinda ham shuni guvohi bo'ldim. Bir hafta bo'ldi-yo bo'lmadi. Birovning uyiga boryapman, moli kasal, qarasam yonboshdan ukol qilingan. Nima ukol qildi desam, shunaqa azitronit qildim deyapti. Azitromitsin degan antibiotik bor. Nimaga qilasiz? Bu kasallikka bu antibiotik tushmaydi-ku. Bu kasallikda tetrasiklin guruh antibiotik ishlatilishi kerak. Siz qilgan antibiotik makrolitlik guruhi. Umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi desam, ChatGPTga molim shunaqa kasal bo'ldi. Nima qilsam bo'ladi dedim, shu antibiotikni chiqarib berdi dedi. U ChatGPT sun'iy intellekt o'zi nomi bilan sun'iy u. Boyagi xuddi amaliyot bilan nazariya bir-biriga to'g'ri kelmaydi deganday. Mana shu borganda ham aytdim, ko'p joylarga o'sha dermatit bo'yicha yurganimizda qilinayotgan lichinani ko'ryapman-da, cho'ta hammaniki bir xil. Ko'p joyda bir xil hammani uyida. Keyin qayerdan bu lichina chiqyapti dedimda, o'sha menda ChatGPT yo'q edi. O'sha App Store'dan skachat qilib turib, shunaqa dermatit kasalligiga yaxshi davolash bo'yicha lichina bormi deb yozsam, xuddi o'sha narsalar chiqarib berdi aka. Cho'miltirish ham ChatGPT aytmaganmi? Yo'q, cho'miltirish degan narsa chiqarilmagan. Yara o'rinlar o'zi mana shu cho'miltirish masalasi bo'yicha ham juda ko'pchilik xato qildi. O'zi asli uni kitobida kasallikdan keyingi terida nekrozlar, yorilishlar, yiringli yaralar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Shuni dezinfeksion vositali suvlar bilan, o'sha dezinfeksiya vositalari bilan yuvib, o'rniga o'sha qotiruvchi narsalardan sepilsa degan, spreylardan sepilsa, o'sha yara o'rni ko'tarib ketmasdan, nekroz ko'tarib ketmasdan joyida yaxshi qotadi deb ma'lumot berilgan. Nima qildi? Sallani olib ket desa, kallani olib ket deganda, u ozgina o'sha yara o'rni yuvilsin degan joyga cho'miltirdi, butun boshlama oldi. Yana noto'g'ri narsa bilan cho'miltirdi. Biz o'zi cho'miltirgan mahallaga kirdik. Uyga emas, mahallaga. Cho'miltirganlar mahallasi bo'ldi. Cho'miltirganlar mahalla. Endi bu hali kulish yo boshqa emas, lekin deyarli o'sha cho'miltirgan akalarimizda chorvasida 90% bateriya bo'ldi desak ham bo'ladi. Bo'ldi. Xullas, mayli, ish noto'g'ri yondashilganligini hisobidan mana shunaqa ko'ngilsizliklar kelib chiqaveradi. Men o'zimda nima deydi? Instagramdan ham ko'p yozadi, boshqa tumanlardan izlab kelib turib o'zimga kelgan bitta voqeani aytaymi? Men Bo'ka tumanida yashasam, Piskent tumanidan bir aka telefon qildi, через nomerimni topgan ekan. Aka, uyda 5 ta semental buqam bor. Shunaqa og'iz yara kasal bo'ldi, mazasi bo'lmayapti. Bitta veterinar chaqirdim, 3 kundanmi, 4 kundan beri qarayapti aka. Mollarim birinchi kun turuvdi, hozir hammasi yotibdi aka. Iltimos shuni kelib ko'rib bering dedi. Endi bora olmaydigan vaziyatda edim. Akajon dedim, to'g'ri tushuning dedim, men vaziyatingizni to'g'ri tushundim. Bora olmayman, shuni videosini oling dedim. Nima preparatlar qo'llanilgan, veterinaringiz nima qo'lladi, hammasini rasmini olib keling yo yozib keling dedim. Men shunga qarab dedim, bo'layotgan muammoni dedim, kamchilikni aytaman dedim. Yarim soat 40 minutda yetib keldi hali kishi Bo'kaga. Keyin birinchi o'rin qarasa men azitromitsin. Baraka topkurlar. Men veterinarlarga masalan shu gapirishimdan oldin bitta gapni aytaydi. Men
o'zimni man kuchli veterinarman, man hamma narsani bilaman, mani aqlim hammanikidan butun boshqa deb maqtanmayman aka. U chunki bu sohada bizdan oldin necha yillar oldin yurgan insonlar bor. U insonlarni biladigan narsasini o'ndan birini ham bilmaymizda kerak bo'lsa. Lekin hozirgi vaziyat bo'yicha o'sha o'zimiz bilgancha to'g'ri yondashsak, o'sha qilib yurgan natijamiz bo'yicha aytaman, o'sha bo'yicha men iltimos ham qilaman, ham talab. Kasallikka davolash ishini boshlaganda avval kasallikni tarixi bilan, uni kechish etiologiyasi degan narsalar borda. Ana o'shan bilan tanishib chiqib, o'shani bunday davolash degan joyini o'qisa, immuniy o'sha antibiotik yozmagan bo'lsa ham antibiotiklar gruppasini yozib qo'ygan bo'ladi. Chunki kasallik paytida yoki kasallikdan keyingi ikkilamchi infeksiyani oldini olish hayvonda o'sha nima deydi, davomli xronistik formada qolib ketmasin yoki keyingi yana boshqa mahsulotlar yo'qolmasin degan o'sha hamma tomonni antibiotik qo'llash kerak aka. Ana o'sha tomonni o'qisa, faqat foydaga ishlaydi, zararga ishlamaydi. Hazil aytgandek, boya keldi yonimga, shunday ko'rsat azithromycin, aka dedim, yomonlashamas, boshqa emas, noto'g'ri antibiotik dedim. Noto'g'ri antibiotik qilingan dedim. Bilmayman aka, xullas shunaqa dedi. Xo'p, o'sha kasallik paytida o'sha yo'riqnomalar bilan tanishib chiqadi. Boshqa yoki o'zimda shunaqa holatlar bo'lganda aka, masalan, endi immuniy palonchi demayman yoki ismini aytmayman-u. Aptekaga kiradida aka. Aptekachidan so'raydi, vet aptekachidan zo'r antibiotikingiz qaysi deydi. U mayli mutaxassisdir, boshqadir, u antibiotiklarning gruppasi bo'yicha bu bunga deb qisman tushuntirib berishi mumkin, lekin amaliyotda qaysi biri zo'r ishlatgan, ishlamayotganini o'zi aptekachi veterinardan so'rash kerak. Men o'zim aptekaga kirganimda, o'sha o'zim kiradigan aptekada bir akam bor edi. Abduvohab yangi tovar olib kelsam deb ko'rsam, mana shularni olib keldim-ku, bu nimaga? Menga qisqacha tushuntirib ber, keyin odamga aytishimga nima qilsin deb 10 minut konsultatsiya berdim aka. Bu shuni yo'riqnomasini o'qirdim. Bu shunaqa kasallik ekan, shunaqa dozada qilinadi, shuncha vaqt qilinadi. Eslab qolgunicha, naborot aptekachi veterinardan amaliyotdagi natija bo'yicha maslahat olib turib kelgan odamga o'sha narsani sotishdan o'rniga veterinar borib turib aptekachidan zo'r antibiotikingiz qaysi deyapti. To'g'ri, azithromycin narxi bo'yicha ham ishlash nimasi o'zini liniyasi bo'yicha zo'r. Men o'zim ham ishlataman. Faqat gruppasiga e'tibor berish kerak, yo'riqnomasiga qarash kerak. Antibiotik degani bitta antibiotik yo'q. Unaqa emas ekanda, demak. Yo'q. Har bitta kasallikka boshqa antibiotik ishlatilar ekan. Shunday demoqchimisiz? Xuddi shunaqa. Masalan, deylik, asosan o'zi eng ko'p foydalanadigan veterinarlarga ishida yoki yordam beradigan ko'p adabiyotlarda keltirilgan antibiotik gruppasi bu tetrasiklinlar. Chunki tetrasiklin guruh antibiotiklari o'sha ko'plab o'sha infeksiya hamda bakteriya qo'zg'atuvchi nimalarga, bakteriyalarga yaxshi ta'sir qiladi. Ana shuning uchun ko'p kasalliklarda tetrasiklin guruh antibiotiklar uni ham turiga, nimasiga qarab, kasallik holatiga qarab foydalaniladi. Azithromycin bo'lsa, makrolitsi guruhi asosan eng zo'r ishlaydigani hozirgi kunda mollarning burnida manqasi oqib qolib yo'taladi. Shamollash, o'sha nafas yo'lida o'pkada shamollash, pnevmoniya, bronxopnevmoniya kasalliklari bor. O'sha fonendoskop bilan eshitib ko'rsangiz, o'pkada xirlash bo'ladi, g'ijirlash bo'ladi o'pkada. Yoki o'zi ya'ni shuni molni burnida manqa kelib ko'rsatib turadi. Ana o'shanaqa paytda qo'llasangiz, bittada effekt beradi. Azithromycin. Lekin uni keraksiz paytda qo'llasangiz, hayvonni birinchi o'rinda jigariga nagirishib berib, bir deganda ishtahasini bug'adi. Chunki kuchli antibiotik. Kuchli, gruppasi ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun veterinar akalarimizdan men iltimos qilib qolardim. Ham endi talab desam, sen nimani talab qilarding degan fikr paydo bo'lsa, iltimos qilaman. Antibiotikdan yoki umuman boshqa preparatlardan foydalanishdan oldin erinmasdan ichidagi yo'riqnomasini ochib o'qib chiqsa, ozgina bo'lsa ma'lumotga ega bo'ladi. Chunki meni o'zimga ham shunday bo'ldiki, masalan, dermatit kasalligida Sefur, to'g'rimi? Sefur preparatini yozib qo'ygan. Yirik shoxli qoramollarga faqat teri ostiga, cho'chqalarga faqat muskul orasiga deb yozib qo'ygan. Lekin Sefurni olib turib muskul orasiga uryapti. Endi to'g'ri bir xillar bitta ikkita kontentlarda, videolarda ko'rib qarasam, Sefurni muskulga qilyapti. Yozdim, og'ayni, siz noto'g'ri qo'llabsiz. Bu
bu teri ostiga qilinardi deb yozsam, o'zini mustaqil fikri yo'q. ChatGPTning javobini u sirazi men yozganman-ku. ChatGPTga tashlagan. Nima dedim deyapti-da, ChatGPTga sefur antibiotik muskul orasiga qo'llasa bo'ladimi, yo'qmi deb tashlagan. ChatGPT unaqa abzal unaqa qatorlari bilan, virgul nuqtalari bilan xulosa, boshqa natija degan javoblar bor. O'shani shunday istina kapirat qilyapti-da, meni yozgan kommentimga atvet qilib tashlayapti. Qo'llash mumkin, lekin u ham ChatGPTning javoblari aka ehtimoliy gaplar, u yerda aniqlik yo'q. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin deyilgan. Aniq javob yo'q. Keyin tagidan qisqa qilib yozdim. ChatGPTning xulosasi har doim ham yaxshi natija bermaydi deb yozdim. Bo'ldi, qaramadim. Shuning uchun sun'iy intellektda emas, ozgina aqlni ishlatgan holatda kasallikni kechishi, etiologiyasi o'sha hamma tomonni o'qib chiqib, kitoblarda, adabiyotlarda yozilgan. Nimalar ishlatiladi? O'sha aptekaga borib turib dorilarni olib qarasa, o'ziga kerak kombinatsiya yig'ish oson bo'ladi. Ana o'shanda oqsash bo'lmaydi, qoqilish bo'lmaydi. Boyagi gapimiz bo'yicha gapim chala qoldi. Keldi dedim-ku, 5 ta molni videosini ko'rsatdi, o'zi ustachilik qilar ekan, bunday ko'rinib turibdi, turishdan jaydaridan kelgan, g'irt nima deydi, sodda odam. Aka, yoshi menimcha biz bilan teng yoki bizdan 1-2 yosh kichkina deb o'yladim. Endi o'zingiz o'ylang, yoshi katta salkam 30 ga borgan odamni ko'zida yosh tursa qanaqa holatga tushasiz? Yo'q. Aka deydi, shunday turibdi-da, o'zingiz boring deyapti. To'g'ri tushuning aka, men vaziyatimni tushuntirim desam, unda o'zingiz qilgan lichenani yozib bering aka, nuqta virguligacha men shu dorilarni olib ketaydi. Qo'lida aytayapti, uyda bor pulimni olib kelganman aka, qancha pul ketsa ham dorini olib ketaman dedi. Keyin to'g'ri tushuntirdim, aka shunaqa holatda, lekin kasallik paytida organizmga har xil preparatlarni tiqib tashlash yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki har bitta qilingan preparatga qarab antibiotik unga organizm unga chувствительность, ta'sirchanlik, o'sha sezgirlik paydo qiladi. To'g'ri kelgan narsani tiqib tashlaysiz, organizm javob reaksiyasi bermay qo'ysa, bo'ldi, u organizmni millionlik dori ursangiz ham tuzata olmaysiz. O'shanda tushuntirdim, aka, endi uni ham stressga tushirib qo'yib bo'ldi, buning tuzalmaydi deb chiqarib yuborsam kerak emas. Yoki ishonch ham berish kerak emas. Javob tuzaladi, bo'ldi, buni deyish kerak emas. Aka, hammasi Xudodan. Men sizga shunaqa qilib beraman, o'zim ishlatayotgan kombinatsiya. Faqat aytilgan vaqtda qilasiz dedim, aka, qilaman dedi. Ilojisi bo'lsa dedim, o'sha qaragan veterinaringizni qanaqa yoshi, bizdan katta ham kichkina yoshroq bola dedi. Endi o'qishni bitirdim, o'qiyaptim, shunaqa dedi. U bo'lsa qiladi. Yo'q. Qilmaslikda emas aka. Men aytgan gapim, yana unga do'stona aytdim. O'sha bolani chaqiringda aka, urishmang faqat dedim. Og'ayni, mana shunaqa munonni berdi, shuni qilganda, Xudo xolasa rezultat yaxshi bo'lsa, bu senga shpargalka ekan deng. O'rganib olsin, ertaga yana boshqa odamning uyida ham shunaqa bo'lib qolsa, mana shu preparatlarni siz yuzda effektni ko'rgandan keyin qo'llaydi dedim. Foydasi bo'ladi dedim. To'g'ri aytasiz aka, o'zini olib kelib ishlataman, o'ziga qarataman dedi. Ikkalasining o'rtasida maqsad nizo chiqarishmasda, yana ikkalasini birlashtirgan holatda to'g'ri lichina qildirish. Xullas, preparatlar berdim aka. Meni oldimdan Bo'kadan kechki payt soat 8lardami, 8:30larda ketdi. O'sha qorong'i edi. Yoq-bu-yoq o'sha veterinar topib ishi bor ekan, boshlayib turib, xullas kechasi 1:30da topib kelib ukol qildiribdi. Tundasi 1:30da. Ertangi kuni soat abitdan keyingi mahallalar edi. 2-3lar vizib ko'rsam, telefonim jiringlayapti. Qarasam, nomer tanish olsam, Abduvohid aka yaxshi kayfiyatda. Abduvohid aka, men kecha Piskentdan palonchiman aka, 5 ta semental egasidan aka desam, "Ya aka, rahmat sizga" dedi. "Men tinchlikmi?" dedim. "Kecha aytgan ukollaringiz dedi, tundasi 1:30da olib kelib qildirdim" dedi. O'sha veterinarni o'zini olib kelib qildirdim aka. Hozir ishdan kelib qarasam aka, 5 ta molim o'rnidan turgan ovqatga intilib xashak chaynab turibdi dedi. Ko'rib aka, xursand bo'lib ketdim, hozir molni oldida turib telefon qilyapman dedi. Aka, hammasi Xudodan dedim-ku, Xudoga inson dedim. Berilgan lichena molingiz organizmga yaxshi tushgan, qilingan preparatlar organizmni uyg'otgan dedim. Xudo xolasa dedim, aytilgandaqa davom ettiring dedim. Maksimum 3 kun. Ko'p gol qilishgan 3 kun gol qiling dedim. Tartibi bilan. Xudo xolasa aka, yo'qotishsiz, boshqasiz mollarni zo'r davolab oldi. Kecha yaqinda ham bir ish bilan telefon qo'yib tuqqan ekan, bolasidan nimjon tug'ilgan ekan. O'sha maslahat so'rab yana telefon qilibdi. Agar u insonga bizni foydamiz tegmaganda, ziyonimiz tekkanda, u qaytib telefon qilmas edi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, to'g'ri yondashuv, to'g'ri ishni rejalashtirish ko'p narsalar o'zgartirib yuboradi.
beparvolik bilan mani molim emas-ku, tuzalsa tuzalar, bo'lmasa so'yib yuboradi, pulim olsam bo'ldi-da deb mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan bo'lsa, unaqa joyda o'sish bo'lmaydi. Tushunarli. Chunki bizni endi mana ko'pchilik savol beradi-da, aka, shu joyda o'qigansiz, o'qiganman, universitetda o'qiganman, Toshkent davlat agrar universitetida o'sha Toshdovda o'qiganman desam, darsda shunaqa narsalar o'rgatadi boshqa, yo'q bu yoq deydi-da, boshqacha fikrlaydida. Yo'q, darsda faqat nazariya o'tiladi. Qisman o'sha amaliyot darslarida ham hayvon o'sha vivariyaga borib hayvonni olib yoki xirurgiyada boshqada amaliyotda o'rgansak bo'ladi, lekin xalqning ichida qilinadigan lecheniya, qilinadigan ishlar bo'yicha men o'zim fikrim birorta yaxshi o'qituvchini o'sha darsdan keyin vizitga chiqib amaliyotga yuradigan o'qituvchini oldiga tushib ish o'rgansa, u 2 barobar yutuq bo'ladi. Chunki men o'zim ham o'shanaqa jarayonni birinchi kursdan keyin, o'sha birinchi kursimiz kursdoshlar bilan tanishuv boshqa, o'ngga yur, chapga yur, boshqa balabatlar bilan o'tib ketdi. Ikkinchi kursda qarasak, o'sha harakat qilish kerak. Ustozim oldiga uchrash boshqa yoniga chiqib ish boshlaganimda aytgan gapi shu bo'lgan. Jo'ra dedi, endi yosh katta, bizdan yosh katta, jo'ra deb gapirardi yaqin olib. Bitta narsa, birovni uyiga hayvonni davolashga kirdingmi, birinchi qiladigan narsang u molni o'zingkiday ko'r. O'zimni molimni davolayapman deb. O'zimni molimga qarayapman deb tasavvur qilsang, aqlingga boricha qaraysan, arzonroq qaraysan, tuzatasan o'sha molni. Mani molim emas-ku, pulini olsam bo'ldi, menga qiziq yo'q deb qarasang, unda sen natija ola olmaysan. Sen xalq ertaga esidan chiqarib yuboradi. Sen xalqning ichida ko'p yillab shu sohani nonni yemoqchi bo'lsang, vijdonan ishla. Yo'q, hozir yeyman, ertaga boshqa ish, taksi qilaman, boshqa o'zimga taalluqli bo'lgan boshqa ishni qilaman desang, u seni ishing dedi. Lekin ustoz sifatida men senga aytadigan gapim, vijdonli ishla bo'ldi dedi. Shuni aytgan. Shogird masalasida to'xtalsak. Nechta shogirdingiz bor hozir? Xo'p, shogird masalasida to'xtaladigan bo'lsak, keldi ketdilarda, endi shogird demayman aka. Hozir o'zingiz bilan yurayotgan. Hozirgi shogirdim bitta, hech qanaqa ma'lumot yo'q, o'qimagan, lekin u bolani badanida bor, aqli butun bola. O'sha bolani men o'zim borib dadasidan so'rab yonimga shogirdlikka oldim. Chunki u bolani to'g'ri sayqallab, to'g'ri tarbiya berib, to'g'ri o'rgatsangiz, ertaga u zo'r kadr bo'lib chiqadi. Xudo xolasa ishni o'rgansa dedim, kelajakda o'sha qo'lni ishga hali yosh. Qo'lda kuchi bor, bilagida kuchi bor. Mol o'zi uyida mol boqadi. Kelajakda vaziyat bo'lib qolganda veterinariyaga topshirib yoki zaochniy yoki uchniy vaziyatga qarab o'qib olsa bo'ladigan sharoitda. Hozirgi kunda shogirdim bitta. Shogird masalasida o'tgan safar ham siz bilan gaplashgandik. Hozirgi shogirdlar bilmayman, mana shu veterinariya sohasiga qiziqadimi, blogerlik sohasiga ham yoki qanaqadir sohaga qiziqsa, bilasizmi, aka telefon qilib shogird olasizmi yo'qmi? Yo'q, olmayman desangiz, bo'pti deydi. Shogird unaqa bo'lmaydi deb o'tgan safar ham gaplashdik aka siz bilan. Oyog'ingizdan ushlab ustozdan necha marta kaltaga necha marta so'kish eshitganman dedingiz o'tgan safar? Endi sanamaganman-ku. Qarangda, men o'zi boshlanishni aytaman aka. Ustozim oldiga men o'sha payt 2-kursligimda oktyabr oyi bo'lsa, oktyabr oyi ish so'rab kirganman. Ish so'rab deganda qanday ustoz, vizitga chiqsangiz, meni shogirdlikka, meni olib chiqing deb. Bo'ldi, bo'lsa aytaman dedi. Rabochiy kiyimlaring bo'lsa debda paketga solibki, vizit bo'lib qolsa, o'qish kiyimingda borib dedi, mol hidi qilmaginda almashtirib. Meni bo'ldi, xayolimda ertaga vizitga chiqaman deb 1 oy oshiq paket ko'tarib yuraman. Hammasi kursdoshlarim qo'lida bitta papkasi bo'lsa, daftar ruchka soladigan, menikida ikkinchisi agen paketda rabochiy kiyimlarim, oyoq kiyimlarim yurardi. Keyin oxiri ko'tarib yuraverib, yorug'lik, lekin har kuni kiraman. Bugun boramizmi? Yo'q, bo'lsa aytaman. Oxiri 1 oydan keyin shunday xonasiga kirimda, shkafa turuvdi. Ustoz shunchaqa qo'yib qo'y dedim. Ko'tarib chiqqanda avtobusda ham kvartiradan universitetga qatnaymiz, avtobusda boshqada endi noqulayda. Xonasiga qo'yib qo'ydim. O'shanda ham kiraverardim. Aka 3 oy deganda oxiri o'zi aytdi. Bu degan oktyabrda kirgan bo'lsam, yangi yil kanikuliga chiqib ketdik. Yangi yilda kanikulda 11-yanvarda qaytgan bo'lsak, bir 2-3 kundan keyin yana kirib, ustoz ish bormi, chiqamizmi deb har kunga rejim bo'lib qolgan. Dars tugaydi, xonasiga kiraman. Ketmay tur dedi. Uyini bilmasdim-da. Uyi universitetdan uzoqroqda edi.
ketmay turdi, bir joyda ish bor dedida, xonasini oldida kutib o'tirdim, chiqib narsalarni yig'ib chiqdi. Xullas bordik. Yo'lda ketayotganda xuddi kichkinaligimizda uydagilar parkka boraman desa xursand bo'lardik-ku. O'shanga o'xshab turib, endi meni ustoz olib ketyapti vizibkada. Men xursandman, hali bitta igna ushlab ko'raman. Molda masalan nina tiqib ko'rmaganman, lekin xursand bo'lib ketyapman. Yo'lda bitta ikkita srochniy viziblar отказ bo'lib qoldi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Rejada ustozim rejasida bir 5 ta 6 ta vizib bo'lgan ekan. Borgunimizcha bitta qo'shnisini qo'yi qoldi. Chunki o'qituvchi odam, ustozimiz o'qituvchi odam, darsdan chiqib borguncha hayvonni kasal inson kutmaydi. Iloj boshqa veterinardan bo'lsa ham ishini bitirish kerak. Xullas borib bitta qo'yga kapelnisaga quyib preparatlarni qildida, o'sha yerda lekin ko'rdimi o'rgandim o'shda qo'yga qanaqa tomiriga tushadi, venasiga qanaqa kapelnisa quyiladi. Ishni texnologiyasini ko'rib oldim. Chunki o'zim yoshligim bunday olib qaraydigan bo'lsa, yoshligimizda mol boqib katta bo'lganmiz aka dalada. Keyin o'sha maktab payti o'sha qo'limizdan ishga qimirlab boshlab nima qilganda, amakim, o'zim akam o'sha adam ukasi qassobchilik bilan shug'ullanardi. Meni yoniga yordamchi qilib chaqirgan. Qassob ham bo'lganmisiz hali? O'sha mol boqishdan qassobchilikka o'tib, Qassobchilikdan keyin veterinar. qassobchilikdan keyin veterinarlikka o'tganman o'sha. Har bitta a'zosini bilar ekansiz-da, yorib ko'rgan. O'sha yo'q. O'sha aytayotgan qassobchilik aytayotganim, u ustoz tomiriga tushayotgan tomirini men pichoq bilan kesib berardim. Qatdan qanaqa tomiri o'tgan boshqa anatomiyasini bilardim men uni. Bunday qarayapman, ish texnologiyasi olsam bo'ldi dedim. Xullas vizibda bo'ldik-da. Vizibda bo'lgandan keyin uyga bordik, kiyimlarni almashtirdi. Jo'ra dedi, xafa bo'lmaysan, shuncha joydan dedi, sen bitta qo'yga ovora qilib olib kelding, xijolat bo'lyapti-da. Nega ustoz desam, rejada dedi, 5-6 ta ish bor edi dedi, bittaga ovora qilib qo'ydim-da dedi. Ustoz, men shunisi ham xursandman. Ertaga ham kelaymi desam, bo'lsa aytaman dedi. Ana o'shana qilib men bitta bo'ladim, bo'lmaydim. Borgimcha отказ bo'lib ketganlar ham bo'lgan. Borib uyda bunday salomlar boshqa qilib aylanib qaytib kelgan kunlarimiz ham bo'lgan. Aka, maqsad nima aytayotgan narsam, o'sha narsani o'rganishga intilganmiz. Men o'zim intilib yurganman, boshqa qilganman. Shuni ish jarayonida men o'zim yoniga ish so'rab borganmanmi, o'rgating deb. Uradimi meni, so'kadimi, tepadimi, haqqi bor. Men har qanaqasiga aytaman. Hozir ham masalan uraman desa haqqi bor, chunki shogirdiman. Shu ish paytida qilinadigan kamchiliklar boshqa paytida joyi kelsa so'kardi. Yaqinroq turgan bo'lsak, qo'li kelardi. Agar sal qulayroq turgan bo'lsak, tepardi aka. Yeganman, har qanaqasidan yeganman. Men lekin xafa bo'lib ketib qolmaganman. Maqsad o'rganish bo'lgan. Xudoga behisob shukr qilaman. Hozir men ustozim oldidan o'sha mahallaga kelib o'zimiz tumanda ish boshlashdi, ishni yo'lga qo'yayotganimda to'g'ri o'ylanish, ikkilanish degan narsalar bo'lardi, lekin nima deydi? Xudoyim birovni oldida sharmanda qilib qo'ymagan aka. Chunki o'sha ishni texnologiyasini bilardim, faqat bitta narsa kerak bo'ladi. Ustoz, shunaqa vaziyatga keldim, shuni qilmoqchiman, nima deysiz, fikringiz derdim. Bos, bilasan-ku. Bo'ldi, o'shani kuchi bilan qarayardim. Ishonch bo'lgan ekan. Chunki yonida yurganimizda, orqamizda turib beradigan, xato qilib qo'ysak yoki to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ustoz bo'lgan. Endi bunday uchirma qilib qo'yib yubordi. Endi o'sha jang maydonida bitta o'zimiz, to'g'ri, boshida hammada dovdirash, qiynalish, o'sha muhitga moslashib olish, o'zini yo'lini qo'yib olish degan narsalar juda qiyin bo'ladi. Lekin hammasiga vaqt aka, sabr. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Endi urush qurbonsiz nechta haligi savolim tugatganim yo'q. Sizni o'zingizni va veterinariya sohasini boshlaganingizdan keyin nechta mol o'zingizcha o'ylaysiz, davol olmadim, so'ydim deb o'ylaysiz? Aka, qarang, endi asosan davol olmadim, so'ydim degan iboraga, o'sha gapga to'xtaydigan bo'lsak, momentalni o'sha vaqtda bo'lmaydi, yo kechiktirilgan yoki imkonsiz vaziyatda bo'ladi. Bu gapim bilan men hammasini davolab tashlayman boshqa degani emas. Nasib qilmagani baribir ketadi. O'ladigani baribir o'ladi. Tuzaladigani qaramasangiz ham tuzaladi, jaydar qilib aytganda. Endi asosan bo'ladi kuchli zaharlanish paytlarida. Borasiz, hayvonni juda ko'z soqqasi cho'kkan ichkariga, temperatura tushib ketgan. Qora mollarda temperatura 37,5 dan 39,5 gacha. O'sha molni so'yishga siz xulosa bermasligingiz o'sha klinikasiga, diagnozingizga qarab hal qilinadi-da. Molni temperaturasi 37,5 dan 39,5 gacha. 37,5 eng pasti, 39,5 eng tepasi. Norma 38-38,5. Lekin
kasallik paytida asosan zaharlanishda ko'p uchraydi, tana harorati tushib ketadi. Tana harorati 36 gradusdan pastmi, 36 ga tushdimi, kamdan kam holatlarda bir lotereyaga chiqib qoldi dedik, o'shanaqa bo'lib qaysidir mol o'nglanib ketmasa 99% so'yiladi. Chunki tushgan temperaturani ko'tarib olish juda qiyin. O'sha zaharlanish paytlarida boramiz, uzoq dalalarda, masalan, boshqa borguningizga o'zicha dalanishdan kirguningizcha ancha vaqt ketadi, yoki egasi kech bilib qolib chaqiradi. Borib turib, birinchi qilinadigan ish har doim veterinarda termometriya. Temperaturasini o'lchanadi birinchi borib. Temperaturasini bitta o'lchangiz 33,5-34 chiqyapti. Molda nafas olishi o'sha 1 minutda juda borsa 5 ta yoki 6 ta. Bitta chuqur nafas deb tashab qo'yadi. O'sha ko'z soqqasi cho'kkan, aytaman, to'g'ri tushuntiraman aka. Hozir ukol dori qilganim bilan foydasi yo'q. Bekorga rasxod qilasiz. Qilingan preparatlar go'shini inov qilishi mumkin. Undan ko'ra meni o'zim xulosam so'ying. Bo'ldi, o'sha paytda xulosa qilinadi. Mana o'zingiz bilan guvohi bo'ldingiz keserva operatsiyasida. Juda ko'pchilik kommentariyaga yozdi o'shanda. Davololmas ekansan, nima qilasan operatsiya qilib, shuncha mehnat qilib. Hozir boshlanmasida aytay, lekin o'sha operatsiyaga tepamizda xudo turibdi, 1 so'm pul olinmadi. O'sha operatsiyaga. Abduxob aka, menga pul kerak emas. Eplolmadim qo'limdan kelmadi emas. Hozir o'zlari tushuntirib berishadi. Bachadona nimadir bo'lib qolgan ekan. Harakat qildik, salkam 3 soatmi, 4 soat harakat qildik aka. Adashmasam o'shanga. Undan oldin ham to'lg'og'i soat nechidadir kelgan, biz ancha keyin bordik, chunki bizga anchadan keyin aytishdi. Mashinada ham, Damazda ham tortishgan, oyog'ini chiqarib olib turib oldi. Laboda tortishgan. U yoqdan bu yoqqa oxirida iloji yo'q, so'yildi mol. O'zimiz veterinariya hayotida ham sizlarga ko'rsatib berganmiz. O'shani hozir nimaga so'yildi o'zi? Qarang, Jamshid, o'shanda biz veterinar hayotida syomkada yurganmiz, ham viziplet, ham syomka. O'zi boshqa viziplarimiz bor edi. Rejalashtirilganda, bunday olib qarasa, ertaga qilsangiz bo'ladigan ishlar profilaktika asosan. Endi tumanni markazida turgani uchun bizda ko'pchilik og'ilxonalar kichkina, bizda bo'rdoqga ko'p boqadi, bizda ko'proq talab bo'rdoqga tayyorlash. O'sha bunaqa plan bor edi, lekin bu yoqda telefon bo'lyapti. Shunaqa uka vaziyatda edi. Bo'ldi aka dedimda, o'zim o'sha yerda edim, o'sha yerda yoningizdagi odam meditsinskiy aptekaga jo'natdim. Borsin telefon qilsin deb vizitdan chiqib haydayapti. U aptekaga kirganda yo'lda nima olishini, o'sha operatsiyaga kerak bo'ladigan narsalarni hamma narsasini aytdimda, biz bordik, u yoqdan aptekadan narsa keldi. Molni holatini ko'rdik, to'g'rimi? Bola juda ham katta. Yana bo'lsa orqamacha kelgan, orqa tomonga teskari kelgan. U kommentariyada aylantirib olsang bo'lardi-ku, boshqa-ku degan. To'g'ri, ko'pchilik aylantirib, masalan, o'zimiz ham aylantirib tug'dirib olamiz, lekin uning vaziyatiga qarab, hamma molni ham bolasi teskari kelsa aylantiradi degan gap emas. U bolani vesini ko'rdingizmi, kamida 50 kilo. Endi mana shunday tor teshikda 50 kilolik narsani tiqib aylantirib, mana shu bitta qo'l sig'adi. Aqlga sig'maydi u narsani aylantirish. Bachadon nisbatan katta, bola maydaroq bo'lib, qiyshiqroq kelgan bo'lsa, uni to'g'rilab aylantirib olish mumkin, lekin u vaziyatda imkonsiz edi. Molga o'tdi. Egasi aytdi, o'zi birinchi aytgani, qachon to'lg'oq boshlandi desam, ertalab dedi, soat 9 da dedi, bezovta bo'lib yuruvdi. Men dedi 11 da e'tibor berishni boshladim, hadeb qiynalaverganiga. 11 dan beri qarayapmiz dedi, borganimizda soat 3:30-4 edi. Abitdan keyin 4 edi. Nima karomat ko'rsatdilar bunga desam, har balo qildik deb sigirni yotqizib aylantirgan, bolani bunaqa qilib burab ko'rib, xullas bolani oyog'iga arqon so'b laboda ham tortib ko'rdik dedi, qo'lda kuchi yetmagan laboda ham tortib ko'rdik dedi. Har hunarni ko'rsatganda. Hammasini so'rab oldim. Aka dedim, nima operatsiya qilamizmi desam, qilaver uka dedi, hozir qilmasang ham so'yaman-ku dedi. Agar dedi, nasib qilgan bo'lsa dedi, onasini olib qolaman dedi. Bo'lmasa dedi, foydasi yo'q, bola o'ldi bilaman dedi. Chunki dedi, necha soatdan beri bolani dedi qiynadik dedi. Chunki suv ham ketib bo'lgandi. Suvi ketib qurib bo'lgandi bola. Xullas, aka endi men u videoda ham aytmaganman, chunki o'sha videoning o'zida aytdiki, kommentariyada ham birovga tushuntirishda foydasi yo'q. Mana endi hozir shu joyda aytaman. O'sha yerda to'g'ri bachadonda nisbatan torligi, bachadonda to'liq yetilmaganligi holati ham bor edi, lekin u yoqda o'sha yonboshini biqin tarafidan ochib turib kirganimda birinchi ko'rgan narsam bachadonning yirtig'i bor edi aka. O'sha bolani zo'riqtiraverib, matkani yirtib qo'ygan.
matkani ichidagi qon suyuqligilar boshqasi qorin bo'shlig'i ichaklarga aralashib ketgan. Bu imkonsiz vaziyatda edi. Endi men ochganda deylik, buni matkasini yirtib qo'yibsizlar-ku, bo'ldi, foydasi yo'q desam, o'tdagi vaziyatni bilmaymiz. Kimdir mana shu tortish fikrini bergan bo'lsa yo boshqa kimdir fikrlari molda egasiga o'sha ko'p ko'rinib, "Sani aytganing qildim, sani aytganing shunaqa bo'ldi" degan janjal kelib chiqmasligi holatda, mayli qo'ldan kelgancha dedim, qilamiz debdi, o'sha yirtiqdan, o'sha o'zi tabiiy yirtilib qolgan nimadan skalpel bilan chokdan anaqa jarohat o'rnini kengaytirdimda, bolani o'sha yirtiqdan olishimiz qiyin bo'ldi aka. Qanaqa qiyin bo'ldi. O'shani xullas olib chiqarib qo'ygandan keyin to'g'risi aka tikmoqchi bo'ldim. Yirtiq juda beso'noq, ham katta, ham bachadon bo'yniga qarab yirtilib ketgan. Bu bachadon bo'yni tor joyda tikish oson emas. Men aytdim, buni tikkandan foyda yo'q. So'yib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bo'ldi, egasi ortiqcha gap so'zsiz bo'ldi uka, menga shu kerak edi dedi. Nasib qilgan ekan deb molni o'shda o'zim bo'g'izlab berdim. Chunki u yoqda palonchi qassobda, tugunchi qassobda ayt deb turib molda masalan vaqtini o'tkazgandan ko'ra, men aytdim, qassobingizni chaqirib o'ring, pichoqni olib kelin dedimda, o'shda o'zim bo'g'izlab berdim. Molni so'yib berdim. Xullas shunaqa vaziyatlar bo'ladi aka. O'zimiz so'yib beramiz kerak bo'lsa, masalan shunaqa vaziyatda yoki hayvon egalarini o'zi so'yib oladi. Nima urush qurbonsiz bo'lmaydi deganda, mana shu ishimizda shunaqa holatlar ham bo'ladi. Tushunarli. Endi o'zimizda bo'lgan voqeani men o'zimiz sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beryapmiz. O'shanda to'lig'icha biz sizlarga aytgan vaziyat bo'lmadi. Chunki Abduvahhab akam 4 soat operatsiya qilingan, charchagan. 4 soat emas. Yo'qda 8 gacha qilganmiz aka, to'rda borgan bo'lsak. Menimcha, yo'q, 11 gacha qilganmiz. Kechqurun 10-11 gacha bo'lgan bo'lsa kerak. Necha soat bo'lgan aka o'shanda? Yo, bilmayman, hozir menga vaqt o'tgan bilinmagan, nechida borgan. Normalniy vaqt o'tgan aka. Haligi videoda ham, Instagramga prямой efir qilganimizda ham tezroq qilinglar deb u aylantirolmay qilinglar deyishga, endi o'zini vaqt soati bor, shunga qarab qilganmiz. Instagram sahifamizni ham qo'yib o'tib ketamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, obuna bo'lib tursa, xudo xolasa manfaatli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Shunaqa aka, ancha vaqt bo'lgan. Keyin yana bitta narsa. Hozirgi veterinarlar degan yaxshi veterinarlar ham bor, yomon veterinarlar ham bor. Yangilikka intiladigan veterinarlar ham bor. Eskilikda qolib ketgan veterinarlar ham bor. Abduvahhab aka, birinchi men siz bilan tanishganimdan keyin siz aytgansiz, men yangilikka intilaman degansiz. Men endi shu sohaga boshlaganimdan keyin siz bilan birinchi emas, siz bilan ko'rishganman. Bizi soha ham qanday bo'lgan? Abduvahhab akam bilan birinchi o'sha boshlaganimizda asosiysi odamlarga shu narsani yetkazib berish. Ya'ni xalqimizga ochiq, oydin tushuntirib, mana professional veterinar vrach Abduvahhab akam bilan yoki Romavetus yoki Jahongir aka, Abdumutal, har xil professional veterinarlar bilan xalqimizga shu nimadir tomondan foydamiz tegsin degan maqsadda olinyapti o'zi bu narsa ham. Kimdir nimadir bizdan olsa biz xursand bo'lamiz. Xuddi ana shunday, agar endi siz yangilikka intilaman har doim, men yangi dori chiqdimi, men ishlatib ko'raman deysiz har doim. Rostdan u shunaqami? O'zi yangilik dorilar chiqsa-da ishlatib ko'rasizmi? Chunki sizga birinchi dastimga keladigan bo'lsak, dastimda ishlatganingizda ham birinchi ishlatib ko'rib, Roma akamga telefon qilgansiz. Xullas, mana shu savolingizga endi men o'zimni dunyo qarashim bilan, o'zimni fikrlashim bilan aytaman. Yangilikka intilmagan odam, ayniqsa bizi soha veterinariyada intilmagan odam, bu nima deydi, muzlab qolgan. Bu rivojlanish bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shu qaysidir qachondir ishlatgan metodi bo'yicha ishlab yuraveradi. U metod qachondir ishlaydi, qachondir ishlamaydi. Lekin veterinar, mana xalq ichida vizib yurgan veterinarda har kuni bitta kasal uchramaydi. Yurasiz, u bir 3 yil oldin ko'rgan kasalingiz o'ylantirib ham qo'yadi. Bu nima edi? Diagnoz qo'yishga qiynalib qolasiz, keyin o'shanimda fikrlab turib, o'shanga yechim qilishga harakat qilasiz. Buning uchun odam yangilikdan izlanishdan to'xtamasa, hech qachon yutqizmaydi. Men Jamshid aka, shu joyda sizga aytaman, men o'zim shu sohaning vakili bo'lsam ham aytaman, bizi veterinariyada o'zi bunday olib qarasa, veterinariya sohasi hech qachon yo'q bo'lmaydi.
Masalan, qaysidir sohalar bor, takomillashmay qolib ketadi, qaysidir sohalar bor, rivojlanmay qoladi. Veterinariya inson tirik ekan, inson hayot kechirar ekan, yer yuzida inson zoti bor ekan, veterinariya ishi ham o'sha bilan birgalikda ketadi. Chunki aholiga daladan dasturxongacha degan gap bor-ku, o'sha iste'mol qiladigan narsasidan aksariyat 70-80% veterinarlarda mehnati orqasidan shu narsaga erishiladi. Veterinarlarda orqasida erishiladi. Bu sohamiz juda ham zo'r. Men o'zim shu sohaga qiziqib, mana shu sohada endi Alloh necha yil umr bergan bo'lsa, Xudo xolasa, men uyalmayman. Birovni molxonasiga kirib turib axlatini bosishga yoki hididan jirkanmayman. Men shu sohada ishlayman. Lekin bizni ishda ham tanob aytadigan joyim, bu og'riqli joyi kibr, manmanlik, kattalik degan narsa bor-ku. Ana o'sha narsa bizni ish soha vakillariga juda yot bo'lib ketgan, qon-qonga singib ketgan. Buni aytishimiz sababi mana qarang. Deylik, men bitta video chiqarib ko'rsatyapman. Mana shu kasallikda, shu hayvonni davolash usuli, mana shu kasallikda shunaqa to'lig'icha ko'rsatamiz, to'g'rimi? Vaqtimiz yetguncha shu belgilangan vaqtda o'sha preparatlar grammigacha. Uni boshqa yangilikka intiladigan veterinar bunday olib qarab turib, bo'ldi, buni qilyapti ekan-ku, men ham qilaman deb o'shani qilsa, Xudo xohlasa undan ham rezultat bo'ladi. To'g'ri. U ertaga kimgadir o'rgatadi. Hammasi bir-biriga mana shunaqa uzluksiz ulanib ketadi. Lekin aksariyat qismi juda ko'pchiligi desa bunday qaraydida, bu nimani gapiraveradi, bu nimani biladi, bu piarchi, bu faqat soqqa qilyapti, dorini reklama qilyapti, boshqa deb odamda uje yangilik intilish tugul fikrlash ham qotib qolganda odamlarda. Ana o'sha veterinarlarning orasida men birovda aytganini qilmayman, meni aqlim o'zimga yetarli, men hamma narsani bilaman degan fikri uje uni tamom bo'ldi degani. Juda ko'pchiligi shunaqa fikrlaydi, juda ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Chunki kommentariyaga asosiy yozadiganlar ham veterinarlar, chunki har bitta kasallikka faqat bitta dori ishlatasan, yomon dorini ishlatasan deganlar ham ko'p veterinarlar. Mana qarang, boyagi savolingizga endi boshidan to'xtaladigan bo'lsak, yangilik intilish masalasi bo'yicha juda ko'pchilik taniydi, shu chorva sohasi bo'yicha ko'zga ko'ringan Romavet.uz bor. Men o'zim shu sohada ishlab yurgan bo'lsam ham mediaga qiziqmasdim. Mana hozir endi auditoriyaga men bu sohaga qanday kirib kelganman, nima bo'lgan, boshqa xullas to'liq tushuntirib beraman. O'zim fermada ishlardim, naslchilik fermasida. O'sha Romavet.uzda Instagram kanalini kuzatardim-da. Yangi chiqargan preparatlar yoki kasallikda shunaqa desa, "Mana u yaxshi ishlayapti. Mana bu bola yaxshi ish qilyapti. Qani men ham qilib ko'ray." Mayli u reklama qiladimi, tekingami, pulgami, uni menga qizig'i yo'q. Menga u chiqarayotgan preparatning ma'lumoti qiziq. U o'sha narsani chiqarmasa, masalan, aptekaga borib ko'zga ko'rinmaydi yoki asosan men aytaman, nima deydi, o'zim hayotim bo'lgan narsani men hammasini tanob aytaman. O'sha Romavet.uz olib chiqqan preparatni aptekaga borib qarardim, yo'q, aka menga shuni olib kelingchi derdim. Antibiotikmi, vitaminmi, boshqami, og'riq qoldiruvchimi? Nima, aptekachi yozib olardi. Olib kelgan Abduvahhab olib kelgan, aytgan doringni olib keldim uka. Bo'ldi, olib turib, yo'riqnomasini o'qib turib, bo'ldi, men bilan u dori ishga chiqardi. U preparat men bilan ishlardi chiqib, shunaqa men o'zim ishlash nimami, preparatlarni boshqani topish uchun sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Men chunki o'shani qilayotgan ishiga havas qilib intilganman orqasidan. O'sha Dastin preparati bo'yicha ham videolarida o'sha ko'rsatyapti. Dastin immunomodulyator boshqa deb. Immunitet temasi, immunitet so'zi o'zi o'sha veterinariya sohasida yo'q edi. Yo'q narsa edi. Mana shu immunitetni ko'taradi deb dastimni olib chiqsak, u bo'lmasdan oldin nima qilgansiz deydi ko'pchilik. O'shanga o'xshash meditsinskiy aptekada immunomodulyator degan kichkina 1 ml ampulalarda bo'ladi. O'shani olib turib Fizrastorga qo'shib yoki molni muskuliga inyeksiya qilib o'zim ishlatardim. Sababi inson ham, hayvon ham kasallik paytida kasallikdan tuzalish uchun immunitet sog'lom, immunitet baquvvat bo'lishi kerak. Ana o'shanda kasallikni yengib chiqish oson bo'ladi. Men uje kuzatyapman. Immunomodulyator uje korobkasini ko'rsatyapti reklamada. Dedim, qiziqyapman. Men uchun yangilik. Bo'ldi, videoni ko'rdim, boshqa shunaqa holatlar qo'llan. Aptekaga boryapman, yo'q.
nima deydi, talab bo'lmagan, taklif bo'lmagandan keyin olib kelmaydi ekan. Men aptekachiga taklif beryapman. Aka, shunaqa Dastim degan preparat bor ekan, olib keling shundan. Qayerda ko'rding boshqa? Video ko'rsat, mana ko'rmang, jigarrang korobkalik shunaqa. Olib kelgan, olib keldi, ko'rdimda, ayni o'sha fermada ishlayotgan joyimda, o'sha fermada chetdan zotdor buqalar olib kelingan, ularda o'sha og'iz yara kasalligi, hozirgi o'sha xalq qiynalgan kasallik juda o'tkir formada o'sha partiya bilan keldi. O'sha fermada yosh buzoqlarimiz juda ko'p edi. U kasallik yosh buzoqlarga juda tez yuqadi va belgi bermasdan buzoq bo'kirib o'lib qoladi. Buzoq bo'kirib o'lib qoladi. Uni faqat shu qaysi kasallikdanligini bilish uchun o'sha yorib ko'rilganda o'pkasidan yoki yuragidan aniqlasangiz bo'ladi. Chunki buzoqlarga og'iz yoki tuyoqdan belgi bermaydi. Tegadi, uzog'i 3 kun, 4 kunda buzoq bitta temperatura ko'tariladi, o'lishidan oldin bo'kirib o'lib qoladi. Xuddi o'sha jarayon bo'lib turgan edi. Men shunday yo'riqnomasini o'qidim, o'sha korobkasi ichida yo'riqnomasini olib, bir chekkadan aptekada o'tirib shoshmasdan o'qib chiqdim. Yozilgan. Falon kasalliklarda, virusli kasalliklarda profilaktikasi hamda umumiy davolash tarkibi, ginekologik kasalliklar, unisi bunisi, xullas veterinarga keraklik ma'lumotlar berilgan. Shunday olib keldim, bitta og'riq qoldiruvchi bilan olib keldimda, o'sha kasallik hisobidan lecheniya qilgan boshlayapti turib, mana shunday kasallik gumon qilingan bo'lishi mumkin deb lecheniya qilayotgan buzoqlar, yosh kattaroq buzoqlar bor edi, 4 oylik, 6 oyliklari, ular kasallikka nisbatan chidamli bo'ladi. Ishtaha yo'q, ovqatga kelmaydi, suv ichmay boshqa har u zagonni burchaklarida yotaverardi. Bunday to'g'risini aytganda o'lishini kutyapti turdik ular. O'lishini bunday har narsa qilib ko'rdim, har imkonini qilib ko'rdim, bo'lmadi. Qo'ldan kelmayapti. Kasallik og'ir o'tyapti. Dastimni olib keldim, og'riq qoldiruvchi Flunex. Bitta muskuldan, bitta oyog'idan muskuldan Flunex, bittasidan Dastim qildim. Immunitet ko'tarish kerak. Kasallik payti immunitet yuqori bo'lsa, hayvon kasallikka qarshi kurashadi, organizm. Koronavirusni eslasak ham xuddi shunday bo'ldi. Immunitet bilan kasal bo'ldi. Aka, mana o'sha fermada hozirgacha ishchilar aytadi, o'sha bitta menga ko'p qarashadigan mol boqar bor edi. Shu dorini deydi, san deydi, maza qilgan ishlatib deydi. Chunki o'zim o'sha ukolni qilayotganimni so'rov, nima bu deganda, xudo xolasa mana shu buzoqlar turg'izadi deb qilganimni eslab qolgan ekanda. Abitdan keyin borib turib, o'sha aptekani olib turib, buzoqlarga ukollarni qildim. Ketdim, ertasi kun kelsam, hammasi pistroysa turib, kepak berishni kutyapti hali buzoqlar. Yeyapti, o'sha ishtaqa, apetit zo'r. Bo'ldi, men dedim, ishimni topdim dedim. Men mana bor ekanu deb turib, men o'sha ishlatishni boshladim. Xullas shuni orqasidan, men shuni orqasidan o'zim ishlatib, o'zim intilib, qiziqib ishlatib ko'rib, men juda ko'p joyda buni effektni ko'rganman. Meni masalan o'sha kasalliklardan chiqib ketishimga, o'sha kasallikdan tezroq olib chiqib ketishga menga nima deydi, veterinarda o'yin qo'lda bu narsa. Nimaga ko'pincha bo'lmasa veterinarlarga yoqmadi bu dori? Negativ yozayotganlar ham veterinar bo'ldi asosan. Aka, qarang, bitta narsa, negativ yozayotganlarda aksariyat qismi nomini biladi, idishini, rangini ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin shpritsiga 1 gram, 1 millilitr ham tortib molga inyeksiya qilib ko'rmagan, chunki tushunmaydi. Lekin ishlatishni bilmaydi. O'zi ishlatishni bilmagan narsasiga ishlamaydi. Xuddi Samarqandda bo'lganda, Xorazmda. Samarqandda firmaga bordik. Syomka qilib chiqayotganimizda ishlamaydi dedi. Nima savol, men ketganimdan keyin sizga savol beribdi, men kelganimdan keyin chiqib ketdik. U bergan savolim boshida tabiiy g'urra paydo qildi-ku, miyasi ishib ketdi. Xullas, fermaga buzoqlarda muammo, ichib ketar boshqada. Men o'sha yerda fermaning egasiga, ish yurituvchisiga shunaqa deb tushuntirayotgan joyimda bitta bola to'satdan keldi. Nima bu deb turib, joyida turamiz, vahima, Dastim desam ishlamaydi u. Bir narsa dedi, keyin stop dedim. Aka, hozir 1 minutdan o'shda siz kiyim almashtirib turdingiz. Ali bolaga aytdim. Og'ayni dedim, nimaga ishlatding dedim. Sen nimaga ishlatding, nimani kutding, qanaqa o'zgarish bermadi, shuni ayt desam, ne turib endi nima deydi? Beg'ubor dedi-ku. O'sha qolganini aytmayman. Beg'uborda yo ishlatib ko'rmaganman deyapti. Nimaga unda ishonch bilan dedim, ishlamayapti deb aytaysan. Ertaga dedim, birov tilingga javob ber, gapingga javob ber deb so'rab qolsa, boshqa joyda gapirib o'tirma, uyalib qolasan desam, dedi, hamma olib chiqaveradi, boshqa dedi, yaxshi mahsulot dedi, reklamaga muhtoj emas, bu narsalar aql o'rgatadi.
yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas, lekin buni borligini xalqqa to'liqroq yana ham tushuntirmasak, buni xalq tushunmagandan keyin, chorvadorlar buni bilmagandan keyin qanday ishlatadi? Bizning vazifamiz mana shu ishlatgan, samara bergan preparatlarni o'sha media orqali, o'sha ijtimoiy tarmoq orqali ko'rsatsak, chorvador yoki yosh veterinarlar yoki yangilikdan izlanishni to'xtamaydiganlar ishlatib turib, ko'proq odam foydalanadi, ko'proq odamga foydasi tegadi deb turib tushuntirgandan keyin haligi boshida ishlamaydi debdi, oxirida qiziqib qoldi. Aka, qanchadan qilinadi o'zi? Qayerga qilinadi deb qo'yadi. Hali bilmaydi, Hali bilmaydi. Siz o'sha gapda siz aytmasangiz, men aytmasam, Roma akam aytmasa yoki qaysidir bitta bloger qaysi bir bitta dorini yoki nimanidir yemni bo'ladimi? U olib chiqmasa kim qayerdan biladi u narsani? Biz olib chiqib bermasak, biz ko'rsatib bermasak kim biladi uni? Endi yo'qmi deb. aka, bitta narsa insonni fikrlash doirasi, darajasi deydi-ku. Tor bo'lsa yoki juda yomon bo'lsa uni o'zgartiraman deb harakat qilish kerak emas ekan, men bilganim. Men o'zim ijtimoiy tarmoqqa 1 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganimga, o'sha biz qo'ygan videolarda odamlar fikrini bilib nima qilindi. Instagramda bunday video qo'ysangiz, tagiga maqsad reklama. Reklamani zo'ri bo'pti. Nima bu, ammangga nikoh to'yini qo'yib berimman-ku. To'g'rimi? Yoki bir maktabda so'nggi qo'ng'iroq videosini qo'ymanki, men veterinarmanmi, qilinayotgan, qilinish kerak bo'lgan narsani ko'rsatamanmi? Bo'ldi, Instagramda nima uchun ishlatyapsan? Instagramda maqsad nima? Instagram ertaga unga bir boshqa nima qilmaydi, o'sha zerikkan payti o'ziga ma'lumot kerak odamlar ishlatishda bilganga foydali internet, ishlatishda bilmaganga o'ziga o'xshagan dunyoni qorong'u tor ko'radi ular. Ishlatishni bilgan odam kiradi chorva sohasi bo'yicha. Mana hozir qarang, Jamshid aka, biroz 1 yil bo'pti boshlaganimizga Instagramda. O'zingiz menga profil ochib bergansiz. Aka, chorva bo'yicha bitta blog qilib ko'ring, odamlarga ma'lumot kerak. Men juda ko'p joyda ko'raman. Odamlar qiynaladi. Siz berayotgan ma'lumotlar, hozir siz bilan vizitda yurdim, boshqa qildim. Aniqlik bor ekan. Gapi masalan, endi bu maqtanish bor nimada emas, siz aytdingiz o'sha gapni. Ko'pchilikda yo'q bu onaqa xususiyat, gapirgan gapini birovga tushuntirib bera olish. Lekin sizda shu narsa bor ekan, aka boshlang zo'r bo'ladi dedingiz. Dedim, men taji dedim, maktabda yoki boshqa rasmga tushishni yomon ko'raman. Qanday mediaga chiqib gapirasiz? Davay qo'limdan telefonimni olib turib, o'zingiz profil Abduvahhab vet deb o'shanda ochilgan. O'zingiz ochib bergan profil. Ana o'shanda birinchi qo'ygan videomizni qo'ydik aka. Xudoga shukr, o'sha birinchi videomiz 1 million prosmotr, 4 million 200 ketdi o'sha bir. Eng katta auditoriya menga o'shandan kelgan. O'shanda 3 ta video bilan salkam 30 mingta obunachi kelgan. Ana uni nimasida, o'sha qiziqishida boshqasida 30 ming siz uchun katta son edi, baribir to'g'rimi? 30 ming odam. Aka, mana Instagramga video qo'yganimizda bir kechada 150 ta kelganda o'sha videoni ham qo'ygan. O'zi narigi Instagramda o'zimni oddiy profilimda 300 nechta ham bir tanish bilishlar, boshqa tanimagan, boshqa bilmagan odam durziga tashib qo'ygan, podpiska bosgan bu. Bunda u yillar davomida yig'ilganda. Aka, poddishka qiladi, 450 ta odam yangi ochmay qo'yaveraylik deyishganda. Yo'q, lekin yangi ochgandan keyin u betda aka hammasi maslahat bilan-da. Siz menga maslahat berdingiz, aytganingizni qildim, Xudoga shukr zo'r bo'ldi. Chunki o'sha yo'nalishda hozir qarangda bu gap aylanib ketdi. Mana hozir buni nimaga olib chiqyapsizlar deydi-ku. Aytilgan maslahatdan to'g'ri foydalanilsa, aytilgan ishdan to'g'ri foydalanilsa, inson albatta natijasini ko'radi. Sizni bergan maslahatingizni men aytganingizni qildim, foydasini ko'rdim. Biz ham aytayotgan narsalarimizni vijdonan qiziqib qilsa, xudo xolasa bizda bo'lgan natija o'shalarda ham bo'ladi. Instagramdan maqsad, bizni asosiy maqsadimiz kimdir pul topish, boshqa deyishi mumkin. Xudoga shukr, men vizitim bor aka. Men xalqning ichidan molni davolab boshqa qilib pul topaman. Instagram menga ikkinchi darajali narsa. Meni o'sha xalqqa masalan qisqa, nima deydi, qisqacha bo'lsa ham tanitishga, meni ma'lumotlarim odamlarga foydali bo'lishiga sababchi bo'lgan Instagram ikkinchisida. Men shuning orqasidan boyam ko'chada kelyapman, yo'lchi taksi to'xtab tursam, bittasi Matizda to'xtab, "Brat" dedi, "Instagramda ko'raman" dedi. "Buqalarga nima qilishim, o'shda so'rab, mashinada so'rab olyapti. Gijja bosib ketgan, tishini g'ichillatyapti" dedi. Bo'lmasa u odamlar qayerdan tanirdi? Meni veterinarligim kim bilardi? Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Instagram birorta mutaxassisning ishini o'zini sohasiga qiziqqanlarga ko'rsatib bilish yoki ishlab chiqaruvchi tadbirkorni mahsulotini sotish, onlayn bozor.
Shunaqa. Uni shunaqa qilib turib reklama beradi, xalqqa tanitadi. Foydam ham tegsin deb aytib ketingda. Yo'q. O'sha ma'lumotni reklama beradi, nima qiladi? Buni orqasidan aka mayli reklama bo'lar, boshqa bo'lar. Biz qilayotgan ishdan nechta odam foyda ko'ryapti? Juda ham ko'pchilik. Masalan, borgan joylarimizda, masalan, eng ko'p menimcha siz bilan og'ir vaziyatga tushganmiz, to'g'rimi? Vizitlarda yurganda, boshqa bo'lganda ikkilanish bo'lar, boshqa bo'lib turib, ana o'shanaqa vaziyatda muomala tuzalganda qanaqa xursand bo'lardi aka? Foydamiz tegyaptimi? Onlayn bo'lsa ham men bitta tumanda yashasam aka, bitta tumanda yashasam, men o'zim taniydigan, o'zim boradigan klientlarga foydam tegishi mumkin. Lekin Instagram Lekin Instagramda aka, masalan 211 ming, mana hozirgi kunda 211 mingta jonli obunachi, maqsadli auditoriya. Biz vayn qilib, boshqa qilib, chelak pavuk keldi, manaqa qilib botib, vayn qilib turib, zerkamni ko'raman deb maqsadsiz auditoriya yig'ilgani yo'q bizda. hech qanaqa target yo'q, Hech qanaqa target yo'q. Bizda o'sha qilingan ishlarimizni, foydali ma'lumotlarimizni, foydali videolarimizni chorvadorlar ko'ryapti-da, tanishiga, masalan, siz ko'rasiz, 4 ta mol boqadigan do'stingizga tashlaysiz. Unga tashlaydi. Ana o'shanda maqsadli yig'ilgan, bizni ichida bor qoqilishimizni, sharmanda bo'lishimizni, toshbo'ron bo'lishimizni kutayotganlar ham bor. Lekin asosiy bizni obunachilarimiz, haqiqiy chorvadorlar, biz aytgan ma'lumotlardan foydalanib o'sha narsani qo'llaydigan maqsadli obunachilar bor. To'g'ri. Instagramda ijtimoiy tarmoqning maqsadi shu. Masalan, siz aytganingizni qilib men kam bo'lmadim. Misol rahmat aytaman, men o'zimga ham aytaman. Bir sababchi bo'lib qo'yganmiz. Sababchisiz, masalan, menga shu yo'nalishga anaqa, masalan, meni ishimdan avvalasi men qo'yayotgan ma'lumotlardan yo davolash kursimdan yo davolash ishlarimdan kimdir foyda ko'rgan bo'lsa, rahmatini baribir bir uchi borib sizga tegadi. Chunki agar siz meni mediaga qiziqtirib, boshqa turib menga profil ochib bermaganingizda, men hali ham o'sha o'zimni tumanimda o'sha molli klientlarimga qarab boshqa turib yurgan odam edim. Hali ham shunaqa bo'lardim. Berayotgan ma'lumotlardan asosiy xalqimiz foydalansa, bizni maqsadimiz shu, berayotgan ma'lumotni olib, o'zlaringda foydalansalaring, bizni qandaydir biz sizlarga berayotgan ma'lumot foydali bo'lsa, biz o'shandan xursand bo'lamiz, xolos. Bizga boshqa narsa kerak emas. Qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi, like bosib, kommentariyaga iliq fikr so'ksalaring ham, ota-onadan kelmasalaring, shaxsiyatga tegmasa, bilasizmi, sizga aytdim, negativlar men yaxshi ko'raman, shaxsiyatga tegmasa bo'ldi deyman. shaxsiyatga tegmasalaring bo'ldi. Negativlar sizlar bizni rivojlanishimizga katta hissa qo'shasizlar deydi. Chunki bizni masalan qilayotgan aybimizni, masalan, kimdir bizni ishimizda kamchilik ko'rib yotsa, u ham negativ, lekin bizni to'g'ri yo'lga tortadi shu. Jamshid aka aytdim, naq qo'yibmiz. Masalan, mana videoda bunaqa noto'g'ri ma'lumot berib qo'ygan ekanmiz. O'sha to'g'risini tushuntiramiz deb boshqa narsa aytib qo'ygan ekanmiz degan joylarimiz bo'lgan, to'g'rimi? Shu negativ yozgan insonning fikridan biz faqat to'g'ri xulosa chiqaramiz. Bular bizni shunaqa shakllantiradi. Keyin mana qilinayotgan ishlar masalasi bo'yicha Jamshid aka mana ko'p gaplashdik, boshqa qildik. Buni boshqani nima deydi, kimdir yomonlash boshqa emas aka. Bizni o'sha hozir gaplashilgan gapimiz, qilayotgan suhbatimiz hozirgi kunda mana 1 yil oldingi hayotimiz qanaqa bo'lgan, hozir 1 yildan keyin biz qilayotgan ishlar nimalarga foyda beryapti. Veterinariya xudo xohlasa mana oxirgi 10 yillik desam bo'ladi. Bundan 10 yil oldingi holatiga qarasangiz, veterinariyaga odamlarning qiziqishi, hurmati bu darajada emas edi. Bu darajada bo'lmagan. Lekin mol doktordadir. Mol doktorda. Endi jaydar tilda aytganda mol doktor, endi molda doktor edi, shunaqa deydi, lekin veterinar o'zi sohamiz unosi veterinar bo'lsa, odamlar hurmat oshyapti. Nimaga? Chunki ma'lumotlarni ko'ryapti. Buni shunaqa qilsa bo'lar ekan, shunaqa qilsa bo'lar ekan. Uje mana shunga qarab yana boshqa bolalar, yana yangi veterinar bolalar yoki o'qishga qiziqayotganlar intiladimi? Masalan, bizning kommentariyamizga bitta ayol kishi yozibdi. Meni ham 2 tami o'g'lim bor. Bittasini veterinar qilishim kerak. Birinchi o'rinda nimaga o'qdi deganda, men qassobga shogird bering deganman-da. Endi uni kulgi borasida, boshqa borasida unaqa tushungan bo'lishi mumkin, lekin kommentariyada tushuntirib o'tira olmaysiz-ku. Chunki men o'zim qiynalmaganligim, shu veterinariya sohasini o'rganishda qiynalmaganligim sababi mol boqib katta bo'ldim. Qassobchilikda yurdim. Qassobchilikda yurib veterinariyaga o'qishga kirdim. Men chunki o'sha hayvonni
o'sha qoni deydimi, anatomiyasi boshqa hayvonga yondash masalasi bo'yicha avval so'ygan bo'lsam, hozir davolayman. Menga shu sohaga kirib borishimga ancha foydali bo'lgan. Shuning uchun veterinariya sohasida kelajakda o'qimoqchi yo ishlamoqchi, shug'ullanmoqchi, shu sohani o'rganmoqchi bo'lgan ukalarimizga yoki endi kasb yosh tanlamaydi yoki o'qish yosh tanlamaydi, biz tengqurlar ham borki qiziqayotgan. Qisman bo'lsa ham baribir qassobda olti shogird yurib, o'sha anatomiyasi, ichki tuzilishi, boshqasi o'zi uchun ma'lumot bilib olgani yaxshi. Bizni sohamizdan hozir o'sayotganidan aka, mana shu rivojlanayotganidan faqat xursand bo'lamiz. Keyingi mana qarangda, bilsangiz avval ko'pchilik mol boqmay qo'yuvdi. Mol boqmay qo'yganda, molda nima bor? Ko'pchilik uyiga borib, zo'r molxonalar qurib qo'ygan, bo'm-bo'sh is bosib yotgan, tomiga xashay bosib qo'ygan, xashayni yedirmagan, tayda mol yo'q. Nima qilsa foyda yo'q. Moldan foyda yo'q. Moldan foyda yo'q deydi. Ko'pchilik boqmay qo'ygan, lekin qilinayotgan ishlar, masalan, biz boqayotgan molimni deylik o'sha siz bilan YouTube'ga olganimizda men shu molni shunchaga oldim, Instagramga ham qo'yganmiz, shuncha pulga olib kelganman, hozir shuncha oyda shuncha foyda beryapti. O'sha bergan foydasini qo'yganimdan keyin aka musofirda yurgan akalarimiz yozdi. Aka, men Moskvadaman yoki men Turkiyadaman yo boshqa joydaman. Xudo xolasa borsam 2 yildan keyin qaytaman, molxona qurish rejam bor. Molga qiziqib qoldim aka. Haqiqatan aytilganda siz aytgandek foyda bo'ladimi yo'qmi? Aka, to'g'ri qarasa, avvalos Xudodan baraka berish hammasi, lekin to'g'ri qaralsa, to'g'ri yondashsa, olsa bo'ladi. Maqsadam shu edi-da o'zi aka. Maqsadam shu. Maqsad xullas mana umumiy qilib oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqni yurg'izishdan maqsad aholini chorva boqishga imkoni bor, sharoiti bor insonlarni, lekin chorva boqmayotganlarni chorvaga qiziqtirib, hech bo'lmaganda uyida 2 dona qo'chqor boqsa ham, ertaga o'shani foydasini ko'rsa, ertaga 2 ta boqsa 4 ta boqisi keladi. Keyin ko'payib aka, o'zimizda ham chorvachilik yana ham shakllanadi, orqaga qaytmaydi. Chunki aka, bu narsaga qanaqasiga men amin bo'ldim. Ko'pchilik mana Instagramga video qo'yamiz. Nimaga Instagramga ishlayvermaysizlar? YouTube'da o'sha odamlar ko'rmaydi. 1 soat, 1,5 soatlik videoni qanaqa ko'radi dedi. Aka, biz qilgan video veterinar hayoti 1,5 soat bo'ldi. Salkam 600 ming odam ko'rdi. Nechta kommentariya bo'ldi, nechta layk yig'ildi. Asosiy bizi ham maqsad bu yerda Instagramga tap urib qo'yish emas. YouTube'ga ham to'lig'icha ma'lumot berib, odamlarni shu chorvachilikka qiziqtirish va qanaqadir miqdorda o'zimizni hissamizni qo'shish bo'ladi, xolos bizning maqsadimiz. Unaqa Instagramga qo'yib, ketdi deyish emas. Odamlar manfaatli bo'lsa, bizning videomizdan bitta qanaqadir foydani olishsa, bizga o'shani o'ziga. Masalan, uzr gapingiz bo'ldim. Instagramda deylik qo'yilgan 100 ta video qo'yganmiz, shuni hech bo'lganda teng yarimi 50%, 50 ta videomiz YouTube kanalingizda bor-da. Chunki Instagramga Reels'ga ishlasak, YouTube'ga uni kattaroq formatda ham tushuntirib berishga harakat qilamiz. To'liqroq tushuntirib berishga. Shuning uchun Instagramda birorta ma'lumot ko'rganingizda tushunmay qoldingizmi boshqami, o'sha YouTube kanaliga kirib turib, Jamshid Valijonov deb yozsa, o'sha nimangiz bu Jamshid Valijonov deb yozsa, o'sha kanalingiz chiqadi, kirib bemalol ko'rish mumkin-da. Ana o'shani qilib turib, ma'lumotni olsa bo'ladi. Tushunarli. Hozir biz podkast dedim endi. Podkastimiz. Endi biz ko'proq molni ichida yurganmiz, qo'yni ichida yurganmiz. Bizning podkastimiz qancha odam ko'radi, qancha layk bosadi bilmayman. Menimcha odamlarga ko'proq yoqadi. Instagramdan ham o'tib ketadi. Chunki men chorvachilar akalarimiz juda ham yaxshi bilaman. Paddeshkada bo'lishadi har doim. Qo'llab-quvvatlashadi. Chorvachilikda ko'pchilik aytishadi, siri yo'q. Ana o'zi bizning videolarimizdan keyin deyapsiz, o'zi ko'pchilikda chorva sohasida, ya'ni mol boqish, qo'y boqishga qiziqish ortdi. O'zi rostdan chorvachilik deganda siri bormi yoki faqat veterinarlar foyda qilish uchunmi aka? Yo'q. Jamshid aka, qarang, berayotgan savolingiz nisbatan to'g'ri, juda ko'pchilik fikrlaydi. Nima desa bo'ladi? Chorvada moldan foyda yo'q, qo'ydan foyda yo'q deydi. Lekin avvalasi baraka Allohdan. Sababini to'g'ri qilish kerak. To'g'ri yondashsa, mas'uliyat bilan, mehr bilan, tartib bilan qarasa, bitta qo'y boqsa ham, bitta mol boqsa ham Alloh uni barakasini berib qo'yadi. Chorvachilikda men sizga YouTube'dagi videomizda ham aytganman-ku, 3 ta eng asosiy bosqich bor. O'shani to'g'ri bajarsa, foyda albatta oladi. Birinchi, to'g'ri olish. Ikkinchisi, to'g'ri boqish. Uchinchisi, to'g'ri sotish. Bo'ldi.
Mana shu 3 ta bosqich. To'g'ri sotib olasiz. Sotib olish deganda qanaqa? Bozorga chiqib turib ko'pchilik yosh bunday e'tibor do'mboq kachokchasiga jaydar qilib aytganda kachokchasiga qiziqadi. Endi aka bozorda turib o'zi zo'ri tursa men olay deydi-da, qiziqishga Yo'q. boqadiganlar ham bor-ku. U noto'g'ri narsa aka. Endi boqishni ham aka maqsadiga qarab. Maqsadli boqish bir xillar bor. Mayda yoshini oladida ko'p oylab boqadi. Ko'p oylab, ko'p muddat davomida boqadida keyin uni masalan mayda olib turib o'sha boqma qilishga o'sha yemga boqishga nima deydi, tayyorlov qilib berishgacha boqadi, keyingi odamga sotadi. Lekin asosan moldan foyda qilaman degan odam bozorga chiqib boqishga, bo'rdoqga tayyorlashga oladi. Ana o'shanaqa paytda xato qilib qo'yish kerak emas. Ko'p oylab boqadigan yosh mollarni bo'rdoqga olib kelib tiqib qo'ysa aka 3 oy, 4 oy boqadida so'ydiradi, hech qancha foyda bermaydi. Noto'g'ri tanlov oxirida o'zining natijasini ko'rsatadi. Foyda bermaydi. Shuning uchun bozorga chiqqanda olinadigan molni tashqi ko'rinish ekstreri deydi, suyagi biziq deydi-ku. O'sha suyagi buzuq, o'sha qanaqa bo'ladi o'zi suyagi biziq aka? aka orqa suyaklari keng, iliklari baquvvat bo'ladi. Qovurg'alarni ushlasangiz, qovurg'alar nisbatan enli bo'ladi, yo'g'on bo'ladi. Kichkina emas, kattaroq bo'ladi. Nima shunaqa? Suyagi mayda moldiki, bo'yi baland bo'lsa, borib qarasangiz, oyoqlari, iliklari maydada, go'sht massasi ko'proq bo'ladi. Nisbatan lekin ular haligi suyagi biziqqa nisbatan toshiga kelganda taroziga uni boqib turib tayyor taroziga qo'yganingiz yengil keladi. Chunki masalan deylik, sizga qanaqa tushuntirsam ekan. Mana masalan men bo'yim 180, taroziga chiqsam 105 plus 110 atrofi, to'g'rimi? Lekin maktabda o'qiyotgan 9-sinf bola bor. Uni ham bo'yi 180, olib kelib taroziga chiqarsangiz 70 kilo. Bu yoqda bo'y bir xil, tashqi ko'rinish masalan farq qilishi mumkin, lekin bu yoqda nima bor? Suyakda shakllangani, u masalan 9-sinf bolani hali suyagi menikidaqa shakllanmagan. Menikidaqa iligi to'q emas, u hali o'sish yoshida. U hali o'sish kerak, u hali yana 10 yil, 12 yil davomida shunaqa shakllanib, hozirgi men aytayotgan holatga keyin chiqadi. Endi to'g'ri tushuntirish ma'nosida aytgan bo'lsam, endi o'zim fikrim bo'yicha aytayman. Bozorda ham xuddi shunaqa bo'yi bir xil bo'lishi mumkin. Bu yosh, bu lekin bunday og'zini ochib qarasangiz 2 kurak yoki 3 kurak yoki masalan undan tepa bo'lishi mumkin, lekin bo'y bir xil. Ana o'sha yosh katta tish buzganni olib kelib boqsangiz, ko'proq foyda olasiz. Maqsadli boqish. O'sha to'g'ri tanlov deganda hozir shuni aytayapman. Ikkinchisi to'g'ri boqish. Aka mana ko'pchilik olib keladi molni. Har xil 6 xil, 7 xil assortiment, har xil narsalar olib kelib beradi, qimmat boqadi. Qimmat boqatda hamma pulini molga rasxod qilib qo'ygandan keyin oxirida mol so'ydirgandan keyin shunchaga oldim, shuncha millionlik yem yediribman, menga qolgani shumi deydi. Ayb o'zida. O'sha to'g'ri boqishni ichiga to'g'ri profilaktika qilish ham kiradi aka. To'g'ri boqishni ichiga. Stressga tushirib, ukoldori qilyapti, u vesini tushirib yuboradi, o'zi molni qo'rqitib yuboradi degansa qanaqa u? Masalan, ichki tashqi parhezga qilinsa yoki vitamin qilinsa. Aka nima deydi? Odam avval bir gap gapirayotganda u ertaga birov shu haqida u odamga savol bersa, javob bera olamanmi degan savolni o'ziga berib ko'rish kerak-da. Endi to'g'ri hozir Instagramda masalan bunday e'tibor bersangiz, siz, men, o'sha Roma aka chorva sohasi bo'yicha kontent qilganimizdan keyin yaxshi odamlar qiziqdi-da, keyin qiziquvchilar ko'payib ketdi. Unisi o'g'irlayapti, bunisi chiqaryapti, boshqa qilib turib, hozir veterinariy yo'nalish bo'yicha umuman mutaxassis bo'lmagan odam uyda 4 ta qo'y boqsa, mana qo'ylarni bunaqa parvarish qilyapman deb chiqaryapti. Odamlar nisbatan o'shandan foyda o'ziga olyapti-da. Kimgadir qiziq bo'lyapti, chorva temasi qiziq bo'lgani uchun hozir endi o'zini gapirgan gapini bilmaydigan aqllilar paydo bo'lyapti. Nimadir berish kerak. Bir narsa berish kerak. Qurtini to'kmoqchi bo'lsang, chisnok ber, unaqa qilsa chisnok. Baraka topkurlar, salimda o'ylab aytish kerak-da. Mana hozir molda to'g'ri etapini mayli chalg'imik nimalarga. To'g'ri etapi, to'g'ri oldingiz, xullas aytgandek tanladingiz. To'g'ri tanlov olib kelgandan keyin birinchi nima qilish kerak? Unga siz cho'ntagingizdan rasxod qilib bermoqchi bo'lgan ozuqangiz organizmga singish uchun uni vitaminni balansini ta'minlab, parazitlardan to'kishingiz kerak. Uni profilaktikasi bor. O'sha bunaqa belgilangan tartib bo'yicha 5-7 kunlik oraliq bilan 3 marta inyeksiyalari qilinadi. O'sha oralig'ida
hayvon oshqozoni o'sha yangi ozuqaga moslashguncha boshqa yengil ozuqalar berib tayyorlanadi u. Oddiy narsa, aytilish ko'p bo'lishi mumkin. Xullas, molni to'g'ri tanlab olib keldingiz. Birinchi qiladigan ishingiz veterinar chaqirasiz yoki o'zingiz igna sanchishni bilsangiz o'zingiz o'sha parazitga qarshi birinchi o'rinda har doim chorva temasi bo'yicha chorvachilikdagi o'sha mahsuldorlikni orqaga qaytarish, o'sha foydani kam bo'lishi hammasiga sabab bo'ladigan, chorvani orqaga ketishiga sabab bo'ladigan eng asosiy muammolardan biri parazit. Parazit temasi oshqozon nima deydi? Parazit temasi bu kerakli masala. Bunga yaxshilab e'tibor berish kerak. Bunga alohida bitta to'xtalamiz parazitlar bo'yicha. Profilaktikasini qildingiz, to'g'ri ovqatlantirish tartibida ham aka qanaqa? Men o'zingiz ko'rgan 3 xil yem bilan boqaman. Makkajo'xor silisi, makkajo'xor yormasi, kunjara. Obedda bir mahal somon beraman. Bo'ldi, mana shu oddiy arzon ratsion bilan ham boqsa bo'ladi. Keyin shu joyda odamlardan kelib tushadigan savol yoki biz qo'ygan ma'lumotimizda balani aytibsan, boshqa qilibsan, pishgan yem mumkin emas, boshqa unda mumkin emas debsan, bir narsalar degan negativlar ko'payadi aka. Molda oshqozoni kavush qaytaruvchi hayvonlarda o'sha qo'yda ham, molda ham 4 kamerali oshqozon. 4 kamerali oshqozon bo'lishi sababi Alloh uni shunday yaratib qo'yganki, u dag'al qattiq ozuqalarni yeb, oshqozon uni vaqtinchalik saqlab uvitib berib, uni kavush qaytarib maydalab, yana boshqa bo'limlarga qat qoringa o'tib, yana ham maydalab, shirdonga o'tib, so'rilishgacha bo'lgan jarayonda oshqozon mehnat qiladi. 4 ta kamerani o'zining ishi bor. Ana shuning uchun hayvonlarga o'zi oziqlantirish kitobida ham yozib qo'ygan. Boqilayotgan sog'in sigir bo'ladimi, bo'rdoqidagi buqami yo uvitilgan berish kerak yoki xom berish kerak. Uvitilgan endi hazm qilishiga, chaynashiga, yeyishiga nisbatan yumshoqroq bo'ladi, lekin o'sha dag'alligi bo'yicha o'sha. Lekin atalar bilan boqayotganlar ham ko'p hozirgi kunda, atalar bilan foyda qilayotganlar ham bor. Yo, foyda bo'lmaydi aka, foyda yo'q deya olmaymiz. Lekin o'sha atalar bilan boqadiganlar ham aka boshida 2 oy, maksimum 3 oy hayvonni badaniga shira, suv yugurtirib olguncha atalar pishirilgan yem beradi-da, baribir keyin molni o'sha oxirida quruq yem bilan boqadi. Quruq yem bilan boqadi. Maqsad nima? Molni badanini qotirish kerak. Yaxshi tosh ves berish uchun quruq yem beradi. Atalgan mol, mana endi siz qosaman bo'lgansiz. Atalgan mol bilan faqat quruq yem yegan molni go'shtida farqi bo'ladimi dedim? Go'shtida aka rangida ham farqi bo'ladimi? Uni agar hammasi ham voy buni pishgan yem yegan ekan, bu quruq yem yegan ekan degan narsa emas. Nisbatan go'shtida ham farqi bo'ladi. Taroziga kelganda atalar bilan boqilgan yoki pamoy bilan boqilgan molni gabariti go'shtdor, kachok ko'rinishi mumkin. Taroziga yengil keladi. Chunki nisbatan go'shti ishgan po'k bo'ladi. Lekin jaydar quruq yem bilan boqilgan molni go'shtini qaraydigan bo'lsangiz, tarrang aka, qattiq bundoq taroziga qo'ysangiz og'ir chiqadi. So'yib berganda asosan baribir quruq yem bilan boqqanda chorvador odam foyda qiladi. Quruq yem buni aka Yevropa texnologiyasi ham tasdiqlab qo'ygan buni. Mana YouTube'ga kiringda, hayvonlarni oziqlantirish deb yoki bo'rdoqli mol boqish deb yozing, bitta bizda. Mana shu O'zbekiston sharoitida atalar qaynatgan, qozon qaynatgan bizda chiqadi. Sababi endi bu noto'g'ri demaymiz. Hamma arzonchi ekonomist variantini ko'rgisi keladi. Hamma oilaviy byudjetidan kelib chiqib boqadi. Lekin asl negiziga olib qarasangiz, baribir ular ham ertaga quruq bilan boqadi. 2 oy, 3 oy atalar bilan quruqqa o'tkazadi. Chunki buni fan isbotlab qo'ygan. Yevropa texnologiyasi ham o'sha chorvachilik bo'yicha ancha oldinlab ketgan davlatlar ham hammasi quruq ozuqa fermasini kuzatsangiz yoki o'sha videolarni ko'rsangiz, qani fermasida qozon ko'rganmisiz? Biliq-biliq atalar qaynatganini. Yo'q, hech qaysida. Hammasi quruq ozuqa beradi. To'g'ri boqish masalasiga keladigan bo'lsa, o'sha profilaktikalar qilinadi, to'g'ri oziqlantiriladi, tartib bilan qilinsa, arzon boqilsa, arzonchi variantini to'g'ri nazorat qilsa, o'sha ko'p yedirib qo'ymaydi. 3-etapi bo'ladigan bo'lsa-ki, to'g'ri sotish. Bozorga chiqadi. Men bu haqida Instagramda video qo'yganimda ham ichida aksariyat qismi deylik, masalan, 1000 ta kommentariy bo'lsa, bir 700 ta, 800 tasi rahmat aytgani bo'ldi. Zo'r, to'g'ri narsani aytibsiz deb. 200 ta, 300 ta so'kingani, aqlli nima desang olib yoq degani o'sha temaga teskari odamlar. Chunki men u joyda aytganman, to'g'ri sotish masalasi bo'yicha mehnat qiladi. Masalan, sizning misolingizni aytamiz. Mehnat qildingiz aka.
zo'r buqani boqdingiz, masalan, tarang kachok qilib уже so'ydiraman desangiz, aka qassobingiz yo'q, qassob tanishingiz yo'qda yoki so'ydirishni xushlamaydi bir xillar. Qo'y boqdim deb sotaman undan deydi, qoni chiqqanini ko'rmaydi. Bozorga olib borgandan keyin aka molni boqib turib bozorga olib bordingiz, sotishni bilmaysiz, to'g'rimi? Bozorga borib sotishni ushlab turasizda, deylik siz 30 millionlik molingizni kelib turib, birorta olib sotar aka 22 milliondan savdo qilsa, maksimum taqab olib borib turib 25-26 ga olsa, o mana yaxshi pulga sotdim deb turib, o'zi aslida 4 million foydangiz o'sha yoqqa bozorga tashib kelasiz. Noto'g'ri sotishda hammasi bilmaganda. Shuning uchun men aytganman, noto'g'ri sotib qo'yganda shunaqa holatlar bo'ladi. Noto'g'ri sotmaslik uchun aka hozir texnika rivojlangan, hamma mol bozorlarida elektronniy taroz bor. Mol sotma o'sha tartibda bajargan odam to'g'ri oldi, to'g'ri boqdingni sotish kerak. Bozorga olib bordi, o'zini tanish birorta dalloli bo'lsa, mana mol tushunadigan odam bo'lsa, o'shanga sottirish kerak. Yokida ming professional qassob kelsa ham, boshqa kelsa ham, akajon uzr, men sotishni bilimman, narxni tushunimman. Aytdi, taroz bor ekan, bugungi kunda molni живой весga narxi qanaqa bo'lyapti? Shuncha, misol 60 ming so'm. 60 ming so'mni tarozga qo'yib beraman aka, pul sangiz o'shanga. Ana o'sha eng yaxshisi o'sha, taroziga chiqarib sotish. O'shanda sani masalan 400 kilo chiqadigan bo'lsa, живой весga 60 mingdan 24 million pul bo'ladimi? Bu 24 million pul qilsangiz aka, to'g'ri qassob ham nisbatan foydasini oladi, lekin siz aksariyat foydangizni tortib keta olmaydi. Bir xillarni ko'ramiz aka, o'zim klientlarimdan bo'lgan, deylik, molni bozorga olib boradida, o'zi bitta moldan aka bir oyda yaxshi qarasa 1 milliondan 1,5 milliongacha zo'r qolsa-da, standart 1 million 200 dan foyda qoladi. 4 oy boqsangiz 4 million foyda qolish kerak aka. Bitta moldan 4 million foyda qolish kerak. Bozorga olib chiqadida, noto'g'ri sotish bo'lgani uchun, bilmagani uchun teng yarim foydasini 2 million yoki undan ham ko'proqni bozorga tashib keladi. Keyin chorvadan foyda yo'q ekan. Keyin aytadi, chorvadan foyda yo'q ekan, mol boqmayman endi deydi. Mana shu talablar to'g'ri bajarilsa, aka bitta mol boqqandim, keyin safar ikkita boqaman deydi. O'sha yana aytaman, to'g'ri tanlash, to'g'ri oziqlantirish, profilaktika plus bu yoqda. To'g'ri sotish. Mana shu talablarni to'g'ri bajarsa aka, har bitta chorva bilan shug'ullangan chorva boqqan odamga foyda bo'ladi. Zo'r. Podkast masalasi mana shu intervyuni Jamshid aka, menimcha har 3 oyda yoki 1 yilda 2 marta o'zim shu xulosaga keldim. Sababi YouTube'ga video qo'yamiz, Instagramga qo'yamizda juda ko'plab odamlar savol yozadi-da. Biz uni hammasini o'qib javob qaytarish imkonimiz yo'q. Keyingi video qo'ysangiz, bu kibr bo'lib ketibdi, bu faqat boylarnikiga qaraydi, boshqa men yozsam qaramadi, boshqa deb turib negativni bong'illatib yozadi-da. Men u odamni tanimayman. Meni masalan Abduvohid veterinar sifatida bilishi mumkin, lekin men unga o'sha yozgan SMSni ko'rmay qolganim uchun, javob qaytarmaganim uchun o'sha noto'g'ri xayolga mayli u qanaqa o'ylasa o'ylasin, lekin podkastdan maqsad mana shu ikkalamiz gaplashgan suhbatimizdan savol yozib turib, savoliga javob ola olmayotgan insonlar ancha o'ziga kerakli narsani olsa bo'ladi. Oson xursand bo'lamiz, foydamiz. Mana shuning uchun kommentariyada yoziladigan, xalq orasida bo'ladigan muammolar, savollarga qarab, mana shular hammasini mujassamlashtirib, har 3 oydami, 4 oydan balki yilda 2 marta mana shunaqa bir o'tirib, shu 1 soat oshalibdi, yaxshi suhbat qilsak, mana shundan ko'pchilik insonlar qilayotgan xatosi yoki qilish kerak bo'lgan ishlari, boyagi davolashlardagi kamchiliklar aka, mana shu kabi muammolarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, xudo xolasa aka, bu mana shu suhbatimizdan ham juda ko'pchilikka foydali bo'ladi aka. Foydali bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, biz xursand bo'lamiz. Shuncha mehnatimizni chiroyli qadrlab, like bossangiz, ko'proq odamga yetib borsa, biz albatta xursand bo'lgan bo'lamiz. Ko'p gapirib olgan bo'lsak uzr, menimcha foydali video bo'ldi. Meni nima deymiz endi? Bu yoqda bitta narsa, ko'pchilik podkastga, masalan, boshqa mutaxassislar boshqa podkastni ko'rasiz-ku, asosan ssenariy bilan kelinadi aka. Savol, masalan, sizning qo'lingizda hozir tartib bo'yicha bitta bloknot, savollar yozilgan. Siz tartibli, maqsadli savol berishingiz kerak, mana shunga javob berib turib, savol-javob bo'lish kerak-da. Yo'q, bizniki hozir suhbat bo'ldi. Hammasi o'sha ish qilayotgan ishimiz jarayonida kelib chiqayotgan, o'zingiz e'tibor berib yurgan narsa, sizga berilayotgan savollar, o'zimiz ko'rgan narsalar, xalq ichida bo'layotgan narsani tabiiy ravishda aralash, quralash bo'lsa ham, lekin jonli bo'ldi bu. O'sha savollarni
berganingiz uchun biz suhbatimiz chalkashgandir, lekin mana shu tomoniga nima deydi, endi ko'p gapirib yubording, bidir boshqa baribir negativlar bor. Bizni xursand qiladi deydi bular. O'sha tomoni men aytmoqchi bo'lgan narsa, bizni suhbatimiz jonli ravishda hech qanaqa ssenariysiz, rejalashtirilmagan vaziyatda ketdik bo'ldi. Doimida Xorazm temasi qanday bo'lgan bo'lsa, podkastimiz ham shunday bo'ldi deydi. Hammalarga rahmat, erinmasdan ko'rganlaring uchun. Sizga ham rahmat Abduvohid aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa, qilayotgan ishlarimizda, berayotgan ma'lumotlarimizda yana ham bundan ham yaxshilarini, yana ham foydalisini sizlarga qo'ldan kelguncha yetkazib borishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab turishda bizni o'sha nima deydi, deshkadan ayamanglar bo'ldi. Bu yog'ini biz xudo xolasa bosamiz gazini. Keyingi xuddi mana shunday podkastimizda kimni ko'rishni xohlaysiz, kim bilan chorva sohasida kimni ko'rishni xohlaysiz, kim bilan mana shunday suhbat qilishimizni xohlaysiz, yozsalaring xudo xolasa biz olib chiqishda davom etamiz. Sizlardan poddержка, bizga like, kommentariy yozib tursalaring va kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi podkastimiz ham yaqinda sizlarning talablaringga binoan sizlar uchun qilib chiqamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.